Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Uyg'ur ona til tor maktabidagi barliq muallimlar nomidan sizlarga o'tliq salom. Uyg'ur ona til tor maktabimiz bu yil 6-oyda Uyg'urligimizda bolalarning haqqi bor degan shior bilan qurildi. Bu shiorimizni amaliyotda ko'rsatish uchun, bolalarimizga haqqini yetkazish uchun tirishishni o'zimizga nishon qildik. Tunji qitimliq men notiq Uyg'ur g'unchilari nutq so'zlash musobaqasi Ayxan Marib tarafidan uyushtirilgan edi. Bu musobaqani butun dunyodagi Uyg'ur bolalarga qisinib, o'rin cheklamasini bo'sish niyatida bu yil Tor maktabimizning nomida Torda o'tkazishni planladik. Bugun tilimiz krizisga uchrab, bizga muhtoj bo'layotganida biz ilgarigilarning ichida kuygan, qo'lida ko'turgan o'tni qurbimizning yetishicha yondirib turmasak, ularning mehnatlari bo'ynimizda qarz bet qoladi. Ular bizga qoldirganlaridan rozi bo'lmaydi. Kichik vaqtlarimizda qatnashgan musobaqalar, faoliyatlardagi jiddiylashish, natija e'lon qilgandagi hayajon bizning hozirimizga ul solgan minutlar edi. O chaqlarda bizga fursat ko'p. Tilimizni maktabda o'rganib, atrofimizdagi hamma yerda ishlata oldik. Lekin hozir chet ellardagi bolalarimiz tilini faqat Uyg'ur qarindoshlar bilan aloqalashishning bir vositasi sifatida o'rganib, o'z ona tilida yaratgan natijalardan huzurlana olmayotdi. Biz bolalarimizga ayni chaqdagi muallimlarimiz bizga bergan fursatlarning 10dan birini bera olmayotimiz. Bizning tilimiz dunyodagi boshqa tillarga o'xshashla saqlanib qolish huquqiga ega. Balalarimizmi o'z tilini sahnalarda so'zlab, o'z yoziqida yezib, muvaffaqiyat tuyg'usiga cho'mishga haqliq. Vatan qayg'usini yuraklarimizga besib turayotgan kunlarda bas-basda echilayotgan ona til maktablari hammamizni suyundirayotdi. Ammo balalar savodliq bo'lib bo'lgandan keyin nimalarni qilish kerak? Ularning oddiy kitoblarni o'qiy olishi, apa dada deya olishi yetarlikmi? Albatta yo'q. Biz umidni qancha yuqori yerdan kutsak, shuncha yuqori natijaga erisha olamiz. Ishonimizki, tirishchanligimizla bo'ldikan, chet ellardami o'zimizni besib tusha oladigan notiqlarni, yozuvchi shoirlarni, tili, dili va tafakkuri Uyg'urligini unutmagan suyimlik avlodlarni yetishtirib chiqa olamiz. Bu sahna dal mushu umidda bolalarimizni chaqirib keldi. Zamonimiz o'zimizga mas'ul bo'lish davri. Biz yo'qolsak, jahon ko'mibmi qo'ymaydi. Kuyayotgan o'tni o'chirish uchun suv to'shayotgan chumoliga o'xshatilsaqmi, kuyib kul bo'lib ketmaydiganligiga ishonamiz. Talay buyuklarimiz umri badaliga saqlab kelgan nimamiz bo'lsa, shularni avlodlarga kuchimizning yetishicha sog' salomat yetkazib berish burchimiz borligiga ishonamiz. Hamon o'limiz. Bu o'limga oq yuzimiz bilan yetish uchun harakat qilishimiz kerakligiga, bizga ne'mat qatorida berilgan til va madaniyatimizdanmi hisob beradiganimizga ishonamiz. Avatilgan videolarni ko'rib, ko'zlarimizga yosh keldi. To'g'ri qilayotganimizga yana bir qitim ishondik. Bu bolalar umid ekan. Bu bolalar ona tilida talantli ekan. Bu balalarning oldida bizning tirishchanligimiz texi kamchil ekan. Biz hozir varislik qilayotgan mas'uliyat tuyg'usi sanoqsiz nomdor va nomsiz qahramonlarimizning miroslarimizni bugunimizga yetkazish uchun fido qilgan jonlaridan keladi. Har kecha uyqu kirmagan ko'zlarimizning vijdonimizdan so'rayotgan savollaridan keladi. Mushu fursatda bolalarimizga shuni degimiz bor. Sizlar notiq ekansizlar. Tilimiz sizlarning tilinglarda yayrabdi. Ne hacet cananның qurg'uyi bo'lmoq, tilim sayrig'in bulbulung bo'lay. Ne hacet yar uchun savdoyi bo'lmoq, cho'llarda ussig'in oftobda qolg'in, al qinim seningdir solg'uning bo'lay. Faoliyatimiz bulbullarimizning, ularning sayrashlari umidimizga umid qo'shqusi. Faoliyatimizga o'z umidlarini, ko'ngil so'zlarini avatgan, bizga madad va ilhomlarni ayamagan olimimiz doktor Erkin Sidiq, da'vatchi ustozimiz Habibullah Ko'sani va doktorimiz Mamtimin A'lolaga
chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, suyimlik ota-onalar, qadrli farzandlar. Men Uyg'ur ona tili To'rin maktabining yaqinda chet eldagi 25 nafar umoq qadrli farzandlarimizniki qatnashish bilan bir Uyg'ur tilida nutq so'zlash musobaqasi o'tkazganligini anladim. Ba'zi programmalarni ko'rib baqdim. Shunchalik isil bo'pti. Bo'libmi bu farzandlar asosan chet elda tug'ilib o'sgan bo'lsa-mu, Uyg'ur ona tilini shuncha pishiq o'rganib, shundoq isil mazmunlarda nutq so'zlaganligi meni intayin so'ndirdi, ta'sirlantirdi. Men sizlarniki mushaq tirishchiliklarga ko'p rahmat aytaman. Uyg'ur ona til Tor maktabida ishlayotgan barliq ishlarni qilayotgan barliq qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Endi bu faoliyatniki ahamiyati intayin zo'r bir qancha nuqtadan qaragan vaqtimizda. U hozirgi zamondagi Uyg'urlarniki milliy ruhini to'liq aks ettirgan. U nima deganda, hozir endi bizniki vatanimiz, xalqimiz Xitoyniki qo'lida nihoyatda og'ir azob oqibatli kunlarga qoldi. Biz o'zimizniki Uyg'urlikqa tava nurg'un narsalarimizni olib qoldik. Biz qachonlikqa erkinlik erishib, vatanniki xalqimiz qachonlikqa erkinlik erishib, qachonlikqa yo'lga chiqib, biz qachonlikqa qaytib berib, ya'ni bizniki o'zimizniki burunqidek Uyg'urlik hayotini asli keltira olamiz. Ashtaq bir kun yuz berganda bizning vatan, xalq bizga qandaroq bir tariqida qaytib keladi, buni bilmaymiz. Hozir ahvollar internet ichinishlik mushtaq bir vaqtda endi Uyg'urlarning milliy kimligini, madaniyatini, tilini saqlab qolish chet eldagi qarindoshlarniki zimmasiga tushdi. Ashta bu uchun Uyg'urlarning bolalariniki vazifasi boshqa normal xalqlarniki bolalaring vazifasiga qaraganda birasi og'ir. U nima deganda, chet eldagi nurg'un ellardagi millatlar asosan bir tilni o'rganib, bir kasbni o'qib, nihoyatda erkin o'likchida yashaydi. Biz bo'lsak unday emas. Men bu o'zim kichigimda shu olmadan bitirib o'quvchilik 4 tilni puxta o'rgangan. Bizningki hamimizning oldida kam deganda o'zimiz yashayotgan davlatning tili bilan o'zimizning ona tilini o'rganib, shu orqali ona tilini chet elda saqlab qolishdan iborat mustaqil tarixiy burchni ado qilmasak bo'lmaydi. Shunga bu qatim shu musobaqa qatnashgan farzandlar mushu bir tarixiy burchlarni nihoyatda obdan ado qilayotgan bolalarga kirdi. Shunlashqa sizlardan shuncha suyunaman, ta'sirlaman. Bu xil ruhni bundan davomli davomlashtiraylik. Shundaqla chet eldagi barliq Uyg'ur qarindoshlar o'zimizniki farzandlarini xuddi mushu farzandlarga o'xshash bu qatim Uyg'ur tilida nutq so'zlash musobaqasida qatnashgan farzandlarga o'xshash tarbiyalab, shu orqali Uyg'urlarning tili, madaniyati va milliy kimligini chet elda saqlab qolish uchun bir kishilik to'p qo'shsak. Oxirida hammanglarga yana bir qatim chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ma'qul xayr xo'sh, Allohga omonat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Men Natiq musobaqasini o'rinlashtirgan, bu musobaqa qatnashgan do'stlarim, sizlarga o'tliq salom bo'lsin. So'zlash qobiliyati yoki notiqlik Alloh insonga ato qilgan ajoyib cho'ng ne'matlarning biri. Shuningga Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni Qur'oni Karimda tilga olib, Ar-Rahman allamal Qur'an xalaqal inson allamahul bayan. Alloh insonni yaratdi, so'zlashni, notiqlikni o'rgatdi deydi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning qishga ikki odam kelib nutq so'zildi. Rasululloh bu ikki odamning nutqining fasohat, balog'atligidan, stilistik mazmunning nihoyati jonliqligidan ta'sirlanib, inna minal bayani la sihra dedi. Ya'ni notiqlikning albatta ajoyib bir sehri kuchi bor dedi. Demak, notiqlik bir san'at. Notiqlik boshqalarni muayyan bir fikrga qoyil qilish uchun ishlatiladigan eng kuchli qurol.
Shuning uchun notiqlikning piri bo'lgan Dusko Dirimundo degan kishi shunday deydi. Agar mendan hamma narsa ilvelinish taqdir qilinib, sendan hamma narsani tatib olamiz, ammo bir narsani tanla seni qilib qoldi desa, men notiqlik san'atining menda qilishni tanlaydim. Chunki mendan ilingan hamma narsani shu nutqlik san'at bilan qaytarib akilalayman degan. Shunday qarindoshlar. Dunyoda eng kuchli qurol söz qurolidir, notiqlik qurolidir. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala bu olamni kun degan so'z bilan yaratgan. Mayli biz xohlayli, mayli xohlamayli, boshqalarning oldida yaxshi so'zlaydigan odam boshqalarning nazarida qobiliyatlik, ilmlik, bilimlik, millatni yetaklashga layoqatli odam deb qaraladi. Bu söz shundoq kuchli bir qurolki, allaqandaqdir og'zimizdan chiqqan ba'zi so'zlar yuraklarni parcha-parcha qiladi. Dal joyida, halqiliq paytda muvofiq deyilgan so'z inson qalbiga orom baxish, xotirjamlik, xushallik ato qiladi. O'ylamaydigan deyilib qolgan bir so'z bir insonning hayotini jahannamga o'zgartib etsa, hikmat bilan deyilgan so'z bir insonning hayotini jannatga aylantirdi. Shuning biz dinimizda qaraydigan bo'lsak, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam ko'pincha kishilarning mush tili, ya'ni so'z orqali do'zax tikishadiganligini degan. Ammo bir odam chin qalbidan la ilaha illalloh degan so'zni qilsa, jannatga kirdi. Demek söz bilan do'zax kiramiz, söz bilan jannatga kiramiz. Bu kuchlik deyilgan, ya'ni loyiqida so'zlangan nutqlik san'ati bilan dunyoni harakatlantiramiz. Millatlarni qo'zg'ay olamiz. Kishilarda jangovarlik, umidvorlikni paydo qila olamiz. Notiqlik bilan millatimizni zulmdan qutqizishga eng yuksak darajada safarbar qila olamiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo so'z san'ati bergan kishilarga so'zni, notiqlikni hikmat bilan ishlatishga muvaffaq qilsin. Nurg'un kishilar so'zni bak oddiy chog'laydi. Ba'zi kishilar so'zlarga oz-to'l ahamiyat beradi. Ammo haqiqiy aqlli dono kishilar so'zlarini donima-dona tanlab, dal joyida, halqiliq paytda muvofiq so'zlarni ishlatadi. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taoladan Alloh bergan bu ne'matni, haqni so'zlashga, kishilarni haqni qoyil qilishga bu nutq san'atni ishlatishga nasib qilsin. Hammanglarga utuq tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hörmətli qarindoshlar, men şu Uyghur Anatil Tor Mektebininki men temisdagi 2 kun navbatlik mush bolalarninki nutq so'zlash musobaqasini o'rlashtirganligini qizg'in tabriklaydiganligimni bildiraman. Bo'libmi bu faoliyatga kuch chiqargan ham bu faoliyatning o'rlashtirilishini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlagan, qo'l tiqib ishlagan barliq qarindoshlarimga, ustozlarga va saxiy do'stlarimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ikkinchisi, mushu nutq faoliyatida qatnashgan bizningki bolalarimizni qizg'in qutluklayman. Albatta bu faoliyatlarninki mush xildagi faoliyatlarninki o'tkazilib turilishi bizning muajiratdagi Uyg'urlarninki keyingi avlodlarninki o'sib yetilishida inta muhim o'rinda turdi. Men bu qitimliq Tor nutqida Ihson ismli bir o'g'limizninki nutqini anglab qoldim. Ya'ni nutqda bu inimiz intayin küçük, chiroyliq odamning qalb tarini titriradigan Uyg'ur tilida o'ziniki o'tgan yili menga cho'ng bo'g'im yo'q temiz so'zlaganligini, bu yil bo'lsa teg'idimmi tizrak cho'ng bo'lib yigit bo'g'isi bog'liqini bildiribdi. Men bu o'g'limizningki nutqini anglagandan keyin
jiq xiyollarga petib ketdim. Bir tarafdan xo'sh bo'ldim, yana bir tarafdan ko'nglim uzildi. Chunki bu meni nurg'unlagan, o'ylab boqmagan ham ilgari asl beshimdan o'tkazgan nurg'unlagan xiyollarga boshladi. Xo'shilishimning sababi nima degan vaqtimizda bizningki bolalarimiz hozir o'zininki vatan oldidagi burchini his qildi va uning uchun o'zini tayyorlatibdi. Bu bizningki kelgusimiz bo'lgan bolalarimiz orqali bizga berilayotgan kelgusimiz haqidagi bir intayin yaxshi bir xush xabardan derak berdi. Ammo mening ko'nglimning uzilgan yeri, masalan, shu o'g'limizningki bir yil ichida tezroq cho'ng bo'lib, vatan uchun bir ish qilsam bo'libmi? Meningki onamning ko'zidan yosh og'allarning ko'zidan yosh olsam degan bundaq bir irodaga kelishi meni ajoyib cho'nqir xiyollarga patdi. Chunki bundaq deyishimning sababi ihson bolamiz texi bolaligini yashayotdi. Ham bolaligini yashash kerakdi. Ammo xuddi o'zining bolaligini yuttirgan necha millionlagan o'smir Uyg'urlarga o'xshash chet eldagi bizningki bolalarimizmi o'zining o'smirligini unutyapti, ham unutildiryapti. Yoki o'zining o'smirligida yashayolmaydi, bolaligini yashayolmaydi. Chunki bu bolalarningki o'zininki bolaligini yashash davri edi. Bo'libmi vatandagi bolalarimiz bolaligidilla hayoti bo'yi esidan chiqmaydigan ig'ir kulfatlarga, azob-uqubat, xo'rliq hissiyotlarga duchor qilinadi. Xitoylarning Uyg'urlarga yurgizayotgan qatliamidan yuraklari laxti-laxti bo'lyapti. Ularning balliq qalbi bir umr esidan chiqmaydigan ana shu psixik yaralarga to'lib ketdi. Endi chet eldagi bolalarimiz bo'lsa degan vaqtida bizim mana shu ihson o'g'limiz kabi nurg'unlagan bolalarimiz o'zlarini vatan uchun cho'ng qilyapti. Balligini tezroq bitirishga, tezroq o'tkazishga, tezroq cho'ng bo'lishga aldiryapti. Nimishqa? Chunki bizningki krizisimiz hozir toki bo'shlikki bolalardan tortib, toki bir puti qabrga besilgan odamlarimizgacha hammamizni aldiratdi, aromimiz buzdi, cho'nqur bir asoratga mubtalo. Shu vajidan men oxirisida bu bolalarimizningki bizningki kelgusimizni qurib chiqishga o'zini tayyor qilganligidan xo'shallanishdan bir vaqtda bularningki bu tarixiy vazif uchun qancha ig'ir badal to'layotganligini hammanglarningki samiga sab qo'yish loyiq ko'rdim. Ya'ni bu badal bu bolalar o'zlariningki bolaligidan ta'xirsiz, vaqtsiz ayrilib biz qilolmagan, biz qilolmayotgan va o'zlarimizning ichki jidal mojarosiga petib qilib, ilgirlamaganda passiv, umidsiz va vayron qilish xarakterlik holatimizdan bu bolalarning halqib bizningki parlaq kelgusimizni ichish uchun kurash qilishini tilayman. Albatta bu men nomus qilib deyotgan bir gap. Shuning bilan bir vaqtda bu bolalarimizga shu bolaligidagi, ya'ni hozir shu ko'ngilda tukkan, vatan uchun tukkan barliq go'zal arzu-armonlarninki amalga ishishini, shu bolaligini kelgusida qayta mush arzu-armonlar orqali yashashini, bu bolalikni yo'qotib qo'ymasligini, bu bolalikninki vatanga bog'langan, vatanning ertasiga bog'langan bir bolalik bo'lishini umid qilaman. Eng oxirisida bu faoliyatninki texnik qutuqliq bo'lishi va davomlashishini tilayman. Shuning bilan mening so'zim tugadi. Biz şunu Uyghur üçün bitmez göher Uyghur dili. Мәңгі батмас зәр қояш, нұрлық қамар Uyghur dili. Bepoyon til ko'kida cho'lpon to'kar Uyg'ur tili, ma'nolarga boy tirandir shaqadar Uyg'ur tili. Bo'ldi tarixdan beri bizga qadar Uyg'ur tili. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum suyukli do'stlar. Bo'limiz Yusuf Xasajib buningdan ming yillar burun bizga bundoq nasihat qoldirgan. O'zingni ko'rsatbek yaxshi so'zligin, so'ralgan so'zlar yana qisqa qil. Ko'p angla bu so'zni, to'la so'zlama, bilim birlar so'zsiz ishlatgan aql. Güzel söz insanның husni göğsün qoşalaydı. Biz chet ellarda cho'ng bo'layotgan Uyg'ur bolalarimi go'har tilimiz bo'lgan Uyg'ur tilini eng go'zal holatda so'zlaydigan bo'lish uchun tirishayotimiz.
Görüyatqanlar dәл müşü tirişçanlığımızın mevzusu bolğan ikinci qıtımlıq Mən Natiq Uyğur Gonçaları Nutq Sözləş müsabaqası. Mahirlər əsərlərini özləri yazdı, özləri sözlədi. İşinimizki onların sözləri kelgusiga bolğan ümidlərini yanılab berərəydi. Müsabaqamızın bahalıqçıları Avropa Uyğur Akademisi Baş katibi Zulaya Ötkərədə. Uyğur Tədqiqat İnstitutu tədqiqatçısı Adilcan Uyğur aka. Gazi Üniversiteti Türk Dili Edebiyat Fakültesi magistrlik aspiranti Mahmudcan Yasin aka. Müsabaqamızga kirishdan burun mushundaq faoliyatlarni vatanimizda o'tkazish umidida Istiqlol marshimizni diqqatingizga sunamiz. Kurtuluş yoluna suday kalktı bizning kanımız. Sen için ey yurtimiz olsun feda bu canımız. Kan keçip hem can verip ağır kurtulmadan seni. Kurtuluşta kalbimizde var idi imanımız. Atalarının canları ölçmedi o tarih bitirdi. Meslihan cenge var göz alın evladımız. Çıktı can hem aktı kan oldu yangın yal aman. Yaşasın hiç ölmesin güzel istikbalimiz. Yaşasın yaşasın parlansın istikbalimiz. Musabaqa əsərlərinə şeirlər kirgizilmedi. Mahirlərning əsərlərini ko'rishdan avval ikki she'r anglab baqsa qanday? Buludu. Huzuringlarga Turkiyadan Munisa Mavlon deklamasiya qilgan shoir Lutfulla Mutallibning Yillarga javob nomli she'ri va Saudiya Arabistondan Daniel Musa deklamasiya qilgan shoir Abdukim Hasanning Suyimli ranglar nomli she'ri. Yıllarga cevap Abduri Lutfulla Mutallib. Vaqt aldırangu saklap durmaydı. Yıllar vaqtının çoğun yorgusu. Akkan sular, atkan tanglar kayıtlanmaydı. Yorgun yıllar ömrünün yaman oğursu. Yaşlık adamның zılva bir çığı. Tolum kısa onun ömrü bırak. Yırtılsa kalendarның bir varıqı. Yaşlık gülüdün tökülüdü bir tal yupurmak. Yıllar meydanını tutup kakaklap kölme. Aldığında kızırıştın artık körmen ölümni. Kıyıretimen dep artık köngül bölüme. Ahırkı cenge atap koyar ben oğlumni. Yıllar denizi dolgunluk bolsan mı? Bunlarını yarıdı bizden karab. Yılının ötüşü bilen korkutup baksan mı? İcat yıllarını kıyıretidu deplerimiz cevap. Assalamu alaikum. Ben sizlerinin dostluğunda Daniel Bulumen. Bugün ben sizlerge bir şiir ekkeldim. Suyumlu kıranlar. Abduri Abdukim Hasan. Yeşil rengi hemen amrak. Yurtum çimen emesmu. Çimen duppa başımda. Apam tikken emesmu. Kızıl rengi hemen amrak. Kızıl güller hoşburak. Hoylumuz gül, uyumu gül. Gilemlerimin gül sıyak. Köpkük rengi hemen amrak. Köpkük deniz yaltırak. Köpkük asman dermana. Uçukçu bu kel patrak. Ata-bobalarimizdan bizga aql yoshda emas boshda degan hikmatni qoldirgan ekan. Biz garchi vatan sirtida yashayotgan bo'lsakmi, kichikgina vaqtlarimizdan boshlab o'z tilimizni yaxshi o'rganishimizga kerak ekanligini unutib qolmadik. Bizning go'zal orzularimiz bor. Atrofimizda biz aytib qolmaydigan hikoyalar, yangiliklar bor. Ichimizda o'zligimizga bo'lgan aytib tugatkusiz mehr, muhabbat bor. Musobaqamizni 7-8 yoshlik omaq inson-larimizning o'zlari o'ylab bezib, o'zlari so'zlagan nutq temizi bilan boshlaymiz.
Mening arzuyum. Assalomu alaykum ustozlar, kichik do'stlar. Mening ismim Tirtinas. Bu yil 7 yoshga kirdim. Hozir Kanadada yashayman. Men koinotni bekmi yaxshi ko'raman, chunki u nihoyat chong, qiziqarli hamda to'lama sirliq. Men chong bo'lganda astronom bo'lishni va NASAga berib ishlashni arzu qilaman. NASA degan nima deydingizmi? NASA degan davlatlik aviatsiya va olam qatnashish idorasining qisqartirilmasi. U bizga nurg'un uçup beradi. Masalan, planetlar, Quyosh sistemasi, qara o'nkur, yana men va siz yashayotgan yer shari to'g'risidagi barliq uchurlarni deb berdi. Ma'lumot kainatga doir nurg'unlagan bilimlarni dal NASA'dan bilib olgan. Men bu arzuyimga yetish uchun dadam bilan birga davomli izdirman va tirishib o'rganaman. Nurg'un bilimlarni egallab NASA'ning a'zosi bo'laman. Ondan keyin qanday qilganda yer sharimizni noma'lum jismlarga so'qilib ketishdan saqlashni tadqiq qilman. Undaqda men bugungi mazmunimni mono she'r bilan oxirlashtiraman. She'rning ismi Rakitaga chiqqunba. Rakitaga chiqqunba. Rakitaga chiqqunba. Ketdi parvoz qilgunba. Olamdagi sirlarni birini qo'ymay bilgunba. Rakitaning ichida har rangdagi gullar bor. Asti moslashgan qiziqarli o'yin bor. Rahmat. Türknaz qizim, siz nutqingizni naytdi erkin bir qiyofatda so'zladingiz. Nutqingiz bek yaxshi bo'ldi, men bek yoqtirdim. Sizning nutqingizning temasi nurg'un kishilarni ilm-fan o'rganishga undaydigan, ilhom beradigan bir tema ekan. Siz ham NASA'ning qandaq tadqiqot o'rni ekanligini balla tilida ravon qilib bizga ifodalab berdingiz. Siz nutqingiz jarayonida bir parcha she'rni deklamasiya qilish orqali bu nutqingizning boshqalarni qoyil qilish kuchini texmo oshirdingiz, ham nutqning mazmunini texmo gavdalantirdingiz deb qarayman. Nutq so'zlaganda shu badan tilining roliga sal qarashga bo'lmaydi ekan. Masalan, Türknaz qizimiz nutq jarayonida qo'liga bir qo'nchoqni elib, uni astronomga simbol qilish hamda oq ko'rinishdagi mazmunlarni ko'rsatib tushuntirish orqali badan tilini ko'rurmanlarni qoyil qilolgudek darajada ifodalayoldi deb qarayman. Türknaz qizim, undan boshqa sizning ovozingizmi naytdi jarangliq ekan. Nutq so'zlaganda ovozning jarangliq, ojuq bo'lishi intayin muhim. Sizning yana mijozingiz ochiq mijozlik, erkin, do'stona xarakterga ega bir qiz ekanligingizni faraz qildim. Sizning shu go'zal orzularingizga yetishingizni, olamning sirlarini aytishingizni ham bu orzuyingizga yetish uchun har bir qadamingizda tirishchanlik ko'rsatishingizni umid qilaman. Siz kelgusida cho'qim bir yaxshi natiq bo'lib chiqa olasiz. Sizga omadlar tilayman, Türknaz qizim. Assalomu alaykum. Mening ismim Sarvinur. Men Yaponiyaning Tokyo degan shaharda turaman. Mening arzuyim agarda Nataliya biletida mukofot chiqarsa nurg'un yaxshi ishni qildim. Opamdan alsam Turkiyada yetim bolalar ekan. Shularga Uyg'ur maktabi uylarni salatdim. Shu maktabning
Eski malumesi bulsa Uygur buradı. Memmu barattan Şuraga kim ucu pullarımı evet perattan. Anam babamga ısır dolular pullarını evet perattan. Anamı pul çıkarsa Tokyo'ya Uygur mahallini kurup çıkarttım. Şurada Uygur annesi var buladı. Şurada Uygur mektebi, Uygur yasayı, Uygur bahçesi, Uygur müzikleri, Uygur kütüphane var buladı. Şurada dostum bilen oynab, ögünüş kılıp, çoğun buladım. Eğer de Nataliya birlikte çıkmışsam o, çoğun bulursam yaşı okup, pullarını bulursa, şu ismi emmisini kırattım. Rahmet. Uyghur xanım qizlarining yarışımlıq dopisi ve körkem atlas ko'nikini yaraştırıp kelgan umaq mayrimiz Sarunur Sirajiddin tipik Uyghur sözlerinden bolgan dutlarını alıp durup, yüzünün "Mening arzuyum" temiliq nutqini tatliq ovozi ve iniq talaffuz bilan bizga taqdim qildi. Sarunur Sirajiddin nutqida yaxshi kunda qarindoshlarini unutib qolmay, ularga yordam qilish, qarindoshlarga ega chiqish, kuyinish, qo'l o'lkidikini o'rtoqlashish, ilm ma'rifatga ahamiyat berish, qarindoshlar bilan do'stlashish, kamqusloqlik qatorliq Uyg'ur xalqining esil fazilatlari va qadriyatlariga ega chiqishlar orzusi borligini so'zlab o'tadi. Bu haqiqatan go'zal va taqdirlashga tegishli ahvoldir. Uning yana nutqida Uyg'ur tilining qo'shma jumlasini ishlatishimi yana bir taqdirlashga tegishli go'zal ahvoldir. Yaxshi niyatlik, oliyjanoblik bu umaq mayrimiz Sarunur Sirajiddinning bu go'zal orzusi tezroq amalga oshqusi. Sarunur, texmo g'ayrat qilib. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bizning oila. Men maktabdan bu yil 8 yoshga kirdim. Men Avstraliya Melbourne shahrida yashayman. Men ailemni bek yaxshi ko'raman. Bizning uyda 5 odam bor. Dadam bek kuyimchan odam. Doim bizga bek kuyinadi. Apam bek mehribon. Bizni bek yaxshi ko'radi. Akam Murodil. Akamning cho'ng bo'lganda sukutchi bo'lish orzusi bor. Aziz sukutchilikda o'qiyotdi. Men akamga bek qoyil bo'laman. Acham Malika. Men acham bilan bir maktabda o'qiyman. Billa o'qiymiz, billa o'ynaymiz, billa topshiriq ishlaymiz, billa o'qimaslikka boramiz. Shuningga men xushal. Acham cho'ng bo'lganda doktor bo'lish orzusi bor. Shunga tirishib, yaxshi o'qiyotdi. Men bu yil 2 sinfda o'qiyman. Men maktabni bek yaxshi ko'raman. Cho'ng bo'lganda kaltis bo'lsaqchi bo'lgan bor. Rahmat. Biz tuvanda umaq sanımız Mehdiye Mehmetcan'ın nutqini anlab chiqdik. Mehdiye Mehmetcan eng avval menga shu sahnadagi qiyofetlari, sahna kiyimi ajoyib yoridi. Beshida bizniki milliy o'zimizga xos bo'lgan, Uyg'urlarga xos bo'lgan atlas ko'yniki, beshida toji bu umaq sanımızda yarışibdi. Undan boshqa bu yashiq nisbatan o'ziniki tanlagan temasimi, ya'ni bizning oila shunday bir yaxshi tema. Mehdiyeninki boshdan oxirgi nutqida sahna turishi ajoyib yaxshi, intonatsiyasi bek yaxshi, bo'libmi nafas elishi, nafas berishi, gaplardagi jumla tugandagi tiniq elishlari nihoyatda joyida. Ba'zi harflarni to'g'ri talaffuz qilib chiqarolmagan bo'lsa-mu, lekin so'zlagan nutqida shunday bir tatbiq bor. Bu başdan axırı Mehdiyeninki nutqqa hech qanday bir ta'sir ko'rsatmagan. Bundan keyin tirishib
texim bir natiq bo'lishini. Assalamu alaykum küçük dostlar. Sizlerge bugün alma doğruluk sözler bilmem. Alnın başka yiyeyim. Alnın yegenden keyin alnın yeyimiz. Alnın yegenden keyin urg'u chiqadi. Aldınız ve az kağıt istikan salmış. Salgandan mınık salmış. Salgandan ki başta kum koyumuz kapılmalı. Başta kum koyumuz, andan uruğunu koyumuz. Uruğunu koyumuz. Andan keyin onun üstüne ısırak yine topu koyumuz. Topu koygandan keyin onu bir qancha parvish qilib bilan bir qancha kundan bir yildan keyin bahar keladi. Bahar muduk yo'g'on gözler bilan turdi-ku. Ashtabda chiqib bo'lib ketgan olmalarni burmoqqa chiqib, ondan keyin bahor keladi. Bahor çiçek chiqadi. Çiçekler çıkdı. Annenki ne buldu? Annenki onu yukarıda testekle koyduk. Annem koygandan keyin mis kıldık. Onu yine perviş kıldık. Annem keyin bir yıldan keyin o çoğun buldu. Çoğun boğandan keyin Kız gelgenden nim buldu ve alnımız çıktı ve halinde büyük yok. Hoş. Rahime qızım, siz olmaning hayotlik chambarikini o'zingizning chuchuk, jonliq tillar bilan tasvirlab berdingiz. Siz o'zingiz yaxshi bildigan bir bilimni boshqalarning ko'z oldiga kelgudek qilib, shundoq jonliq suratlab bera oldingiz. Bu sizning nutqingizni anglab bo'lgandan keyin kishilarning sizni chin quchoqlab qo'yg'isi yoki so'yib qo'yg'isi kelib ketadi. Rahima qizim, siz boshqalarga xo'shalliq ato qila oldingiz. Shaxsan meni hayajonlantirdingiz ham kuldirdingiz. Sizning hayot yo'lingizning ochiq bo'lishini, hayot yo'lingizda o'rgangan bilimlaringizni ana tilda o'zlashtirishni davomlashtirishingizni umid qilaman. Sizga omadlar tilayman, Rahima qizim. Assalomu alaykum. Mening ismim Bilga. Men 8 yoshga keldim. Men Amerikaning Houston shahrida turaman. Mening ijodiyat hikoyamning ismi Oroldagi oltin. Burunning burunsida, turpanning kanarida 200 yılning oldida bir deniz bor ekan. Shu denizning o'rtasida bir orol bor ekan. Shu orolning ustida bir o'nko'l bor ekan. Shu o'nko'lning ichida beklijiq oltin bor ekan. Shu 200 yildan keyin deniz qaroqchilari oltinni topdi. Lekin shu oqshomda bir qattiq yomg'ir yog'ib, qaroqchilarning parxodisi suning denizning ostiga cho'kib ketdi. 1800 yildan keyin odamlar oltinni bayqadi, lekin suning ostida edi. Shunga suv osti parxodini ishlatilgan. 5 yerimli mangli. İçinde 3 adam bor ekan. Birer soatda oltinni topdi. Suv osti paraxodning qo'li bilan oltinni qo'lisi bilan ko'tardi. Oltinni elib bo'lganda ustidagi paraxodga laylab chiqdi. Paraxodning osti ochildi. Ochilganda suv kirdi, lekin paraxod cho'kib ketmadi. Suv osti paraxodi
Dengizinin üstüne çıkkanda bir çoğun kol küdürüp çıktı. Paraxodun astısı yıpıldı. 3 adam çıktı. Astı paraxod 2 saatte aran kuruqluqqa yetib qaldı. Yetib bağanda saxçılar saxlab ötüptü. Altını bizge tapşırıq bahsanlar buldu. Biz muzixanıqa qop qoyumuz, dedi. Altını tapşırıq bergende bir çoğun oyunu mukafat kılıp bendi. Yarışımlıq Uyghur dopusundan kelgan ve yüzden tebessüm ketmeydigan mayırımız Bilgi İkram özünün tasavvur kişinin məsləhəti bolğan Araldakı altın temalik nutqini obrazlıq və canlıq halətdə təqdim qıldı. Özünün his duyğusunu və düşüncəsini Eğiz ədəbiyyatının mühim janrlarından bolğan çöçək arqılıq ifadə qılğan Bilgi İkram bizni zaman səfəri qıldırdı. U bizni dəstəb ötmüş gelip bardı. Arqadan yaqinqi davrga, axırda bolsa hazırga başlap kirdi. Yani bizni aldı bilen ötmüşke başlap berip sirliq dünya bilen tanıştırdı. Onun keyinden bolsa hazırkı yaqin davrga, axırda bolsa bizni reallıqqa qaytarıp turdi. Bilgi İkram bu qıtımqı nutqida, yani ijadi əsərdə qar niyetli kişilərinin məqsədi yetəlmədiganlığını, yaxşı niyetli kişinin bolsa hamam bir günü məqsədi yetəlganlığını və hər nərsinin ki layiq olan kişilərə təvə bolğanlıqdan ibarət güzel iddiyanı oturuq qoydu. Nayirimizin ijadi əsər arqılıq bu qıtımqı mən natiq namılıq nutuq sözləş müsabiqəsiga qatnaşqanlıqdan onu chin qalbimdən təbrikləyman. Bilge, ijadi əsərlərini ro'yobga chiqarishni to'xtatib qo'ymang. Davomliq tirishing. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Men Tafida Ufur. Yaponiyada tug'ilib mush yerda yashayapman. Bu yil 8 yosh. 3-yilda o'qiyman. Men ana tilimda men natiq degan temasidagi musobaqaga qatnashganimdan pek xushal bo'ldim. Hozir sizlarga kutubxona nemishqa shuncharatli degan temada so'zlab bermoqchi. Chunki men kitob o'qishni pek yaxshi ko'raman. Dam-olish kunlari ota-onam bilan kutubxonaga davomli berib turamiz. Qachon borsam shundak ozoda. Kitoblar turlari bo'yicha rəqlik tizilgan. Odamlar ko'p bo'lsa-mu shundak tinch. Yana dahi kitap o'qiy olmaydigan fuqarolarga rasmli kitoblarni qisqaroq o'qib beradigan oqash ojizlarmi bor. Ba'zida bizdek bolalar uchun kitap yozgan yozuvchilar kitap o'qib, har xil faoliyatlarni o'tkazib, savollarimizga javob berib, bizni pek xush qildi. Bir kuni muallim har xil kasbdagi kishilarning xizmat tuzumlari yozilgan bir materialni bergan. Shuni o'qib, kutubxona nemishqa shuncharatli degan savolimga javob topdim. Ular yarim soat burun ishga chiqib, kutubxonani to'kis tozalab, kitoblarni ratlab, tayyor qilib turdigan. İşqa tushgandan tortib to'xtamay kishilar uchun topolmagan kitoblarni tepishib berib, o'rniga qo'yilmagan kitoblarni ratlab, kitob oriyat olganlarninkini tizimlab berib, qaytarganlarninkini topshiriq elib degandek nurg'un ishlarni qildigan. Bular dunyoda qaltis odamlarning ko'p bo'lishi uchun shundoq ishlaydigan. Men ba'zida kitoblarni o'qib bo'lib, joyiga qo'ymaydigan vaqtim bo'lgan. Lekin endi hargiz undoq qilmaydigan bo'ldim. Men cho'ng bo'lganda doktor bo'lash orzuyim bor. Yana bir orzuyim ana tilimni yaxshi o'rganib, yaxshi kitoblarni tarjima qilib, vatandagi do'stlarga Nochi kutubxonadan bir necha sovg'a qilish. Hammanglarga rahmat. Allohga emanet. Biz tövəndə Yaponiyadan qatnaşqan kiçik mayırımız Tafida Ufur'un nutqunu anlap çıxdıq.
Təkidəsən bizimki ən avval səni kirgəndən keyinki başlanışı intayın yaxşı. Kiyim kichiki, turuşu, səhnədəki ümumi qiyafəti, salam qilishlardan tortib, shu nutq kirish qismi alohida yaxshi oldu deb o'yladim. Bundan keyin o'ziga nisbatan tanlagan teması meni alohida bir jalb qildi. Chunki kutubxona nima kerak deb bu yoshda kutubxona berishi, kutubxonani tuzitishi, kutubxonadek shundoq bizga bilim, ma'naviyat zo'r beradigan yaxshi bir temani kichik yoshida shuni farq etib, tanlab, shuni bizga nutq qilib sunganligida men intayin sevindim. Undan keyin shu urug'isi, intonatsiyasi, tiniq elishi, jumlalarni to'xtatishi intayin yaxshi va hissiyotini o'ziniki chiroy ifodasi bilan nayt yumshoq va siyliq bir tilda nayt hissiyot yaxshi ifodalab bergan deb o'yladim. Undan boshqa nutqiniki mazmunining bağlanışçılıqmı intayin yaxşı. Bəzi yerdə sal toxtab qalğandakı bu qismi lekin nutqiniki umum sifatiga hech qanday bir ta'sir ko'rsatmagan başına yaxshi bir nutq bo'ldi deb o'yladim. Assalomu alaykum. Men qish fasli to'g'risida yozgan yozmamni o'qiyman. Qish fasli. Men qish faslini pek yaxshi ko'raman. Qish faslida yaqqan oppoq qarlardan qor bobo yasayman. Do'stlarim bilan qor etishib o'ynayman va qor terlayman. Qardoshlarimning go'zal shakllari meni o'ziga jalb qiladi. Qish fasli sovuq bo'lsa-mu pek bezi. Qish faslida hayvonlar uchakka kiradi. Cho'mililarmi o'zidan chiqmaydi. Ular tatliq uyqusi bilan o'zini ertasiga hozirlaydi. Havodagi mikroblar o'lib, havo saflashadi. Qish fasli bizga xushallik ato qiladi. Rahmat. Mehribon qizim, sizning nutqingiz nihoyatda ixcham ham mazmunliq bo'libdi. Siz avval o'zingiz qish faslini nihoyatda inchga detallarga kuzatibsiz, ondan bizga bayon qilib beribsiz. Ham o'zingizning qish faslini yoqtirdiganligingizni xitob qilish orqali ko'rurmanlarga anglatdingiz. Haqiqatan qormu Allohning bizga bergan ne'matlaridan biri. Qor odatda poklikqa, oq ko'ngillikka simvol qilindi. Sizning nutq so'zlagandagi umumiy qiyofatingiz, qo'llangan tilingiz, talaffuzingiz, kiyim kechkingiz, turish holatingiz hammasi shunchalik o'lchamlikkan, men nihoyatda yoqtirdim. Sizning hayotingizdagi eng qimmatlik minutlaringizni bo'lsa ona tilda xotirlab menishingizni hamda ona til o'rganish davomidagi ijtihodingizni to'xtatib qo'ymasligingizni umid qilaman. Sizga omadlar tilayman, mehribon qizim. Assalomu alaykum ustozlar. Men Turkiyadan Nargiza Mehmetcan. Bu yıl 8 yaşqa kirdim. Mening nutqimning temasi Shahonikan Uyg'ur sazlarim. Shahonikan Uyg'ur sazlarim. Bu yazlık ta'til virus sebebinden biz bolalar bog'chalarimizdan turli dala faoliyatlaridan do'stlar ara yig'ilishib o'ynashlardan mahrum bo'lgan bir ta'til bo'ldi qarmoqqa. Ammo bu ta'til men uchun dunyoning har yeridan do'st topadigan, yangi narsalarni o'rganadigan, eng muhimi Uyg'urligimni kuchlantiradigan intayin ma'nilik bir ta'til bo'ldi. Çünkü men ta'tilimni Uyg'ur ana til tor maktabidan adabiyot tayyorlik sinfida davomliq balam deb chaqiradigan güzel muallimning darslarini anglash bilan o'tkazdim. Ders jarayonida muallim muzika chalishni yaxshi ko'radigan 3 saboqdoshni bir guruhga qilib do'stlashtirib qo'ydi va bizning qiziqishimizga asosan bir guruhga topshiriq berdi. Sizlarcha bizning topshiriqning temasi nimadi? To'g'ri, topshiriqning temasi Uyg'ur sozlari edi. Ders oxirlashgandan keyin anam bilan Uyg'ur sozlari to'g'risidagi materiallarni izladik. Men burun Uyg'ur sozlaridan dutar bilan ravobni bilgachga Uyg'ur sozlaridan mushulardan iborat deb o'ylab
qaptiman. Ammo izlat jarayonida ko'zlarimga ishonmay qoldim. Chunki üstəldəki besib çıxarılğan suratda mən sanab bolalmağıdak çalğılarının rəsmləri turadi. Vay, şunçilıq çox sazlarımız bərkənğu deb səkrəb ketdim həyəcanda. Dostum, bəlkim siz işinənməy qaldınız bu dəymən. Undaqda mən sizə Turğun Yıldız Tağının şiiridən bunun misrallarını təqdim qılay. Öyüdü bərçə Uyğurunun, tutar təmbir qoçuq cübdaş. Nəzər sarsan ısılıq tamğa sılğandır satar yandaş. Hücək dumdab sapaya calla çamlar beşida otqaş. Ularını kim çalar kim dəb xiyaldan bolmusun çiğirmaş. Çiçən sazəndə kadir işçi həmdə qanım var. Bu şu çalğılar bilən Təş Kösən tağının atlandıqdırı. Abdurrahim Heyit tağının yaq və ana tilimdiri. Mərikə Amansa Hanının qoludan Uyğur muqamları. Davud tağının taşvayları. Nur Muhammed Tursun tağının hanlaylımdiri. İcra qılınıdikən əməsmu? Sazlarının üstüdə şunçılıq çiraylıq nəqşlər var bulub, bu sazlar içində çıxıb çalıdığanları köprək ikən. Yəni bir qança talsımğa oxşaydığan nərsələrdən Adəmə huzur bağışlaydığan avazlar çıxırdıkən. Ana şu sazlar arasında ən köp diqqətimi tartığını qıcaq oldu. Çünki bizning oydaki skripkaga oxşaydı. Bu ikisinin alaydılığı oxşaşmıdır acaba deb o'ylab qoldim. Keyin bildim ki, skripka bilan g'ijak shakl jihatda o'xshashda qilgan bilan g'ijaqda skripkada chiqarg'ili bo'lmaydigan ba'zi ahanglarni chiqarg'ili bo'ladigan emasmi? Bizning sazlarimiz haqiqatan qaltiskan. Gahida chilinib, gahida öylərə esib qoyulduğan bu şahane sazlarının icatçısının bir pərzəndi olduğuna bək pəhərləndim. Rast, sən şah ikənsən, şahane ikənsən, ey Uyğur sazlarım. Mən Natiq namlıq bu qıtımqı nutuq söyləş müsabiqəsiga kiyim-kechak, ovoz, intonasiya, xitob qatorliqlarga astoydil muomala qilib, puxta tayyorlik bilan qatnashgan umoq mayirimiz Nargiz Mamatjon o'zining sha'ni ekan Uyg'ur sazlari temiliq nutqini o'zimi bir a'zosi bo'lgan Uyg'ur millatining madaniyat boyliqlaridan bo'lgan sazlardan faxrlangan hissiyatda o'ziga ishonch qilgan holda mardona va mag'rur qiyofatda taqdim qildi. Nutqini dunyoni jumladan Turkiyani virus qoplab ketgan bo'lishiga qaramay, ta'tilini intayin ahamiyatli va ma'nilik o'tkazganligini deyish orqali boshlagan Nargiza Mamatjon nutqining temasini tanlashiga qiziqishdan iborat ilm o'rganishninki eng muhim ma'naviy qo'zg'atkichdan biri bo'lgan omilning turtki bo'lganligini izlanish natijasida Uyg'ur sazlarining Uyg'ur millatining orzu-armonlari, qayg'ulari, estetik zavqlari, dunyo qarashi qatorliqlarning ifodasi bo'lgan katta asarlarning ro'yobga chiqishida zo'r rol o'ynaganligini tushunib yetib, Uyg'ur sazlarining to'limi qaltis, nafis va qimmatli ekanligini, bundan keyin Uyg'ur sazlarining qimmatini qildiganligini so'zlab o'tdi. Uning nutqida she'rdan iborat adabiy janrning ishlatishimi uning nutqining adabiyligini oshirib qolmasdan, shundaqla anglovchilarga estetik va badiiy zavq ato qildi. Mayerimizning Uyg'urlarning g'ol madaniyat boyliqlaridan bo'lgan Uyg'ur sazlarining qaltisligidan, nafsligidan faxrlanishi haqiqatan övünüşke tegishlik va qadrlashga tegishlik ruhdir. O'shundoq ahamiyatli temani tanlaganlik uchun Mahirimiz Nargiza Mamatjonni qizg'in tabriklayman. Qushlarning yiqimliq sayrashini eslatadigan yenik pianoni muzikasi bilan musobaqamizning kayfiyatiga bahar tusini qo'shmoqchimiz. Bu bahar tusini bizga Angliyadagi hadi singillar Alif Aylan Rahman bilan Ifbar Ays Rahman sunmoqchi.
Мен sizlarga bugun ishki inglizcha müzik chilib beraman. Bizning vazifalarimiz pek ko'p. O'rganishga tegishli bilimlar bizni kutib turadi. O'qishimiz kerak bo'lgan kitoblar bizni kutib turadi. Yana yuragimizdagi sevgilishlarmi biz bilan tang yashayotidi. Biz bu kutishlarni umidsiz qoldirmaymiz. Shundaqla yuragimizdagi o'tni o'chirib qo'ymaymiz. 9-10 yoshlilar guruhsidagilarning nutqlaridan rost gap qilganimizni his qilib qolsizlar. Mening hajim dadam. Hacim dadamning dadisi bo'lib, mening cho'ng dadam bo'ldi. U chash soqollari oqargan, doim badam do'ppa kiyib olgan, kulimsirab turadigan, xizr sifat bir kishi. U haramga berib haj qilib qaytib kelgandan keyin navroqachilarim hajim dada deb chaqirishga boshlabdi. Shunga men shundoq chaqiraman. 2016-yili Dubayni sayohat qilib, Misrga qaytib, Misrni sayohat qildik. Bir kuni atdigan hajim dadam masjidga mangan chog'da meni ergishib oldim. U meni billa masjidga apardi. Masjiddan qaytgan chog'da billa do'konga bordik. U men yaxshi ko'radigan bir mo'ch narsani elib berdi. Men to'liq xush bo'ldim. U boshqa navlarga mehribon edi. Qiyinchiligi borlarga yordam qiladi. O'quvchilarni yaxshi o'qishga undaydi. 2016-yili 8-oyda vatanga qaytdi. 2017-yili aloqamiz uzilib qoldi. Biz boshqalardan lagerga akirib ketganligini angladik. Men uni bek sevgandim. Biz tuan yeni bir mahirimiz Muhammed Ablacan'ınki nutqini anlap çıktık. Muhammed'ninki kiyinişi intayin yaxşı, sahne elişi intayin yaxşı, sahne kıyafeti tolum yaxşı. Bu yerki birden bir men his qilgan tuzituvesi bo'ldi degan bir kichik bir nuqson, kamchilik emas, yetarsizlik emas, shu qo'lni qo'lga tutib olgan bir holat. Chunki bunda bo'lganda sahnada erkin azod bo'lgandek odamning qarshi tarafga sahnada erkin azod bo'lgandek bir hissiyot bermaydi. Bir qatam diqqat qildim, qo'lqini tutib tashladi. Mumkin bo'lsa kichik do'stlarniki nutq so'zlagan vaqtda kichigidan tortib ushaq harakatlarni qilmasligini, qo'lqini uyab-uyani tutmasligini, siylamasligini, butun hissiyoti bilan, o'ziniki chiroy ifodasi bilan, badan harakatlari bilan, ovoz hissiyotlari bilan o'z so'zlamoqchi bo'lgan nutqni eng yaxshi shaklda qarshi tarafga bir yetkazishni, singdirishga kuchini umid qilman. Undan boshqa ba'zi sal turvag'anda qilgan bilan umumiy nutqniki bag'lanishchanligi intayin yaxshi, mazmuni shunday yaxshi. Mening alayda diqqatim tortgan, zavqimni keltirgan yeri talaffuzning to'g'riligi, intayin ravon bo'lgan talaffuzda so'zladi. Undan boshqa intonatsiyasi ham shu jumlalarni turgan chog'dagi tiniq ilishtirma intayin yaxshi. Assalomu alaykum. Mening ismim Sharqiy Nur. Mening tushim. Mening burunda bir arzuyum bor edi. Shu birsimi kichikkina xush bo'lish. Men bugun mazmun qilib shu yerga ketib uxlab qolibman. Ko'zimni ochsam, ko'k osmonda ushirtibman. Men xushalligimda, chiroyli qavozimda sayrasam, atrofimdagi qushlar manqab e'lon qilibdi. Men ularga mening vatanim Uyg'urga qanday borishimni so'rabman. Ular yo'l ko'rsatib beribdi. Men shu yo'l bo'yicha yerib charchaqcha uchdim. Yerib charchagan vaqtimda aytlarning qaltiga chin isirvadim. Yerib
charchab aram borgan shaharim bek chiroyli ekan. Shu shahar bo'lsa dal mening opam tug'ilgan shahar ekan. Men uddin cho'ng dadam, cho'ng onamning uyiga bordim. Cho'ng onam bo'lsa biz bilan ko'rishmay turjig'lab og'riqchan bo'lib qolibdi. Cho'ng dadammi yashnab qolibdi. Men uni ko'rib ko'nglim bek og'irdi. Men bir maktabga bordim. Ota-onasi yo'q bolalarni so'rab qo'ydi ekan. Aslarning ota-onasi lagerda ekan. Bek bechora ekan. Yana bir zavodga bordim. Shu zavodda Uyg'urlar bekorga ishlaydi ekan. Tishig'im chiqamaydi ekan. Arsini ko'ksi kepti. Yana bir lagerga bordim. Shu lagerda amma adamniki tichi tushirilgan. Tomoqlarni faqat alamaydi ekan. Ular istin jinoyat qilmoqda. Men buni ko'rib Uyg'urlarni qutqizish qalag'a keldim. Shuning bilan qushlarni yig'ib maktab, lager, zavodlarning eshigini buzib Uyg'urlarni qutqazmoqchi bo'ldik. Men lagerni buzishimga bir shaxs kelib mening qalbimga bir nus urdi. Ah, men istim qilamay urdigan bo'ldim deb yerga pokitara tushib ketdim. Tushib ko'zimni ochsam, tushim ekan. Men qalbdan tushib ketgan ekanman. Shu tushim bo'lsa-mu, men chuqur rasmiy Uyg'urlarni qutqizishim bor. Rahmat. Sizning kiyim kechkingiz, chash o'rishingiz va beshingizga do'ppingiz tipik bir Uyg'ur qizini eslatdi. Bu bizning kimligimiz. Siz nutqingizda bu nuqtani nayt yaxshi gavlandirib beribsiz. Men buningdan nayt xushal bo'ldim. Sizga rahmat aytaman. Sharqinur Sirajiddin qizim, sizning nutqingizning temasi Uyg'urlarning navbatdagi Xitoy turmalarida va Xitoy jazo lagerlariga qamalishidek bir tragediyani o'tirg'a qo'yibsiz. Ben bu qatimqi nutq musobaqasida xeyli ko'p bolalarimizniki mushu temani o'tirg'a chiqib yo'ritib berishga tirishganligini ko'rdim. Bundan shuni ko'rib olishga bo'ldiki, bu xil asabiy vaziyat cho'nglarning psixikasiga ta'sir qilib qolmasdan, balki shu sabiy go'dak bolalarimizning qalbiga ma'lum darajada dog'larni sapdi. Sharqinur Sirajiddin qizim, sizning bu nutqingizda bu tema nihoyatda cho'ng bir tema bo'lsa-mu, lekin siz buni o'zingizning tushiga bog'lab turib, nihoyatda epchillik bilan ifodalab beribsiz hamda ko'rurmanlarni qoyil qilish maqsadiga yetibsiz. Siz tushingizda u yerdagi vaziyatni tasvirlabsiz, ondan o'z tasavvuringizda shu yerdagi reallik bilan kurash qilibsiz, qarshi chiqibsiz. Bu orqali siz asarga bir yechim beribsiz. Asarning adabiy tusi nihoyatda kuchli bo'ldi. Men bu nuqtani nihoyatda yoqtirdim. Siz yana o'zingizning tinchlikni so'ydigan, qaysar, irodalik bir Uyg'ur qiz ekanligini nihoyatda obrazli qilib ifodalab beribsiz. Asar nihoyatda muvaffaqiyatli oyoqlashibdi. Undan boshqa ko'rurmanlar sizningki bu nutqingiz orqali sizning dunyoga bo'lgan samimiy ko'z qarshingizni, echinish qayg'ungizni va shuning bilan birlikda umid, orzu, istaklaringizni his qila oladi. Chunki siz bu nutqni nihoyatda obrazli qilib so'zlab berdingiz. Oxirida sizga bo'lgan kichik bir umidim, agar shu asarga yana biroz badiiy tus qo'shilgan bo'lsa, bu asarning qoyil qilish kuchini, ta'sirlantirish kuchini texmo ilgari suratgan deb o'yladim. Sizga fransiyalik bir yozuvchining bunu so'zini taqdim qilay. Xo'shallik
her zaman bizning yanimizda turdi. Faqat qo'limizni so'zishni unutib qolmasak ham bo'ldi. Mana bu so'z dal sizning tushingizning markaziy ideyasi. Sizga omad tilayman. Assalomu alaykum do'stlarim. Men hozir nutqimni bir savol bilan boshlamoqchiman. O'simliklarmi yig'lamdi. Bizning uyda bir tup banan ko'chdi bor. Bir kuni men uning yupurmoqidan tomchilab suv tushayotganligini ko'rib qoldim. Xuddi yig'layotgandeklar. Men izdinish orqali ba'zi o'simliklarning haqiqatan yig'laydiganligini bilib oldim. Bu ularning tamchilash hodisasi deb ataladi ekan. Bu o'simliklarning suv tamponligi bilan munosabatli ekan. O'simliklar suvni yiltizi orqali so'mirib, yupurmoqdagi ushoq teshikchilar orqali parga aylantirib sirtqa chiqarib o'tadi ekan. Ammo kashda teshikchilar itilib qoladi ekan. Agar biz bakchiq suv qo'shib etsak, parlandirolmay atiganda chiqarib o'tadi ekan. Andin biz yupurmoqdan tomchilar suv tomchilari tushayotganligini ko'rdik. Ko'rdinglarmi kichik do'stlar? Tabiatda mushundaq sirlar yashiringan. Bu sirlarni aytish uchun keyin olim bo'lg'im bor. Xo'sh. Kiyim-kechak, mazmun, tema, intonatsiya, uyg'u, ovoz qatorliq jihatlarda bu qadimgi men notiq nomli nutq so'zlash musobaqasiga nihoyat astoydil va puxta tayyorlik qilganligi mana men deb chiqib turadigan Osiyo Odil cho'nglar xos salofat va tamkinlik bilan o'simliklar yig'lamdi degan temasini nihoyat tushunchli va aniq qilib taqdim qildi. Ma'lumotimiz Osiyo Odilning tanlagan temasini savol tarafda o'tirib qo'yishi ilimshunoslar va tadqiqotchilar xos alohidalik bo'lib hisoblandi. Kichik ilimshunos yoki tadqiqotchi desak bo'ladigan Osiyo Odilning bu qatimqi nutqidan qiziqish, izlanish, nima uchun qandoq degandek ilm elishga yetaklaydigan ma'naviy qo'zg'atuvchi omillar va ilm elishning mantiqisini topqil bo'ldi. U nutqida o'simliklar yig'lamdi degan savolni nihoyat ilmiy usulda tushuntirib o'tdi. Osiyo Odilning ilimshunoslar xos bir ro'ydan haqiqatan o'rganishga arziydi. Uni mushundaq ilmiy teamni tanlaganlik uchun uni chin qalbimdan tabriklayman. Osiyo Odil, tirishishni, izlanishni hargiz bo'shashtirib qo'ymang. Davomli tirishing. Assalomu alaykum. Mening ismim Bilal Abdulvahab. Men bu yil 9 yoshga kirdim. Mening bugun sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan nutqimning temasi bo'lsa, mening Navrakam. Mening Navrakam hammamizning hayotida doim sevginib, eslab turadigan, ammo didorisholmaydigan ishlarimiz bor. Mening mushundaq, mening hamma tuqqanlarim, bovam, momam, tog'amlarim va butun Navra tuqqanlarim vatanda qolgan. Ularning orasida men eng ko'p eslaydiganim bo'lsa, Navra akam Abdulbari. Abdulbari akam bu yil 10 yoshga kirdi. U bug'doy unlik va o'ttir bo'yliq. Uning yo'g'on qap-qora ko'zlari, tuz qora sochlari va tal-tal kirpiklari bor. 2016-yili yozda Abdulbari akam va momam biz turayotgan davlatga bizni yo'qlab kelgan edi. Men ular kelganda bekli xushal bo'lgan edim. U chaqlarda biz har kuni noshtadan keyin talog'i chiqib velosipedimni minatdik. Ba'zida biz velosipedimni talishib urishib qolatdik. Lekin biz necha minutdan keyinla yana yarishib qolatdik. Ba'zida biz kapsizlik qilib talog'i to'xtatib qo'ygan mashinalarning ustiga chiqib olatdik deqi. U chaqlarda biz o'yinlar o'ynamaydik. Birlikda ana tili o'rganatdik. Poyuz o'yinlari, stakan juplash degandek o'yinlar orqali ma'riflarni o'rganib, kartalar orqali so'z o'qishni o'rgangan edik. Billa rasm chizatdik. Har xil narsalarni yasab boqatdik.
iş qilib, kunlarimiz to'liq xushal va ma'nilik o'tadi. Abdulbari akam biz bilan 3 oy turib vatanga qaytib ketdi. Men uni shuningdan tartib ko'ribmi baxmadim. Men Abdulbari akamni to'liq sevgandim. Mencha Abdulbari akamni meni bekla sevgandi. Agar mening bir yerlang teshim bo'lsa, men uningga qarab, "Yerlang tash, yerlang teshim. Men akamni ko'rib olay, didoriga qinib olay, qong'ucha bir o'ynab olay" deydim. Men tufqanlarim bilan tezroq jam bo'lishni va burunqidimmi go'zal vaqtlarni o'tkazishni to'liq arzu qilaman. Ammo men ba'zida uning bilan qayta yuz ko'risholmasmanmi deganni xiyol qilib qo'rqib qolaman. Lekin men u chaqlarda vatanimiz cho'qim ozod bo'ladi, tuqqanlarimizmi hur bo'ladi, bizmi ham ular bilan qayta jam bo'lamiz deganni o'ylab umidlanaman. Rahmat sizlarga. Qadrli do'stlar, biz tuvanda yana bir kichik mayimiz Bilal Abdullahovniki "Mening navrakam" degan temadagi nutqini anglab chiqdik. Bilalniki boshdan oxir so'zlagan nutqidagi mazmun intayin yaxshi, intayin balkonlashchan, erkishchan, singishchan, ashunaq ravon bo'lgan bir xususiyat alayid ekan mazmun jihatdan. Bo'libmi eng oxirdagi shu yerlang tashdan bergan misol o'rnaklari nutqini o'zining yashamasdan taxmin yaxshi bir baldoq talli ko'targan deb o'ylayman. Chunki ba'zi bir misollar, ba'zi bir naqllar qarshi tarafga bo'lgan ta'sirchanlikni taxmin yuqoriga yetkazdi. Undan boshqa Bilalniki boshdan oxir intayin sanib turishi, intayin jonliq, titik, dodil, erkin, ozoda, shunda to'liq bir yaxshi bir kayfiyat so'zladi. Intonatsiyasi, urg'usi, hissiyoti, talaffuzi shunda yaxshi va dal joyida. Bo'libmi ovozining yuqori tuvanligi shundoq yaxshi. Birdan bir kamchiligi hamda shu o'rtirib so'zlagan bo'lgan deb o'yladim. Men shuni umid qildim, chunki o'ltirib turib so'zlagan vaqtingizda nutqni birsa qarshi tarafga qilingan hurmatsizlikdek bir tuyg'u ta'sir berib qo'ydi. Ikkinchisi, ba'zi badan harakatlarininki nutqda ifodalangan nutqninki ba'zi hissiyotlarni ifodalagan chog'dagi bu bizdagi chiroy va badan tilidagi bu ba'zi hissiyot ifodalari to'liq yaxshi ifodalanmay qoldi deb o'yladim. Buniki shundoq ozoda, dodil, erkin, yaxshi so'zlaydigan alayidliklarni joriy qildirib, kelgusida yaxshi bir nutq bo'lib chiqishini, buniki alayidliklarni taxmin yaxshi joriy qildirishni chin ko'nglimdan arzu qilaman. Assalomu alaykum, men Ihson. Bugun men yigit temsida so'zlayman. Men yigit, men bultur, menga bali bo'lg'imba deb nutq so'zlagan edim. Bu qitim men yigit temsida so'zlayman. Chunki cho'ng bo'lmasam ko'p ishlarni qila olmaydi ekanman. Uzoq yerlarga berib, ilm o'rganish uchun opamning ansilmay yo'lga silib qo'yishi uchun cho'ng bo'lishim kerak ekan. Vatan tuprog'ini zolim Xitoylardan qutqizish uchun cho'ng bo'lishim kerak ekan. Fikr talablarimni dadil o'ttirib qo'yib, boshqalarni qoyil qilishim uchun cho'ng bo'lishim kerak ekan. Cho'ng bo'lib qilishga tegishli yana nurg'un ishlar bor ekan. Apa, men cho'ng bo'ldim. O'g'lingiz yigit bo'ldi. Bugun ko'z yoshlaringizni aklab sutgan bo'lsam, endilikda sizni yig'latganlardan hisob olaman. Yig'layotgan apashlarni, ochashlarni kuldirish uchun, dadashlar, akashlar bilan bir sapda kurash qilish uchun men yigit bo'laman. Apa, o'g'lingiz yigit bo'ldi. Apa, menning faxrlanim. Menga duo qiling. Men yigit bo'ldim. Rahmat. Ihson olim bilan siz nutqingizning beshini aytdi, chiroyli boshildingiz. Ya'ni ko'rurmanlarni o'zingizga jalb qila oldingiz. Siz nutqingizning beshida men o'tgan yili menga bola bo'lg'imba degan bir temada nutq so'zlagandim, lekin bu yil men yigit degan temada nutq so'zlayman deb boshildingiz. Ko'rurmanlarning diqqatimi sizning nima uchun bu temani tanlaganingizga qiziqib, diqqatini bu nuqtaga
yötkidi. Odatda bir vaqada sabab, jarayon, natija bo'ladi. Siz bu nutqingizda o'zingizning nima uchun bu shu temani tanlaganingizni nihoyatda ixcham qilib ifodalab beribsiz hamda sabab, jarayon, natijani nihoyatda chiroyli bir taraf qilibsiz. Sizning ko'z qarashingizcha inson o'g'il bo'lib tug'ilib qolsa, u yigit bo'lolmaydi. Uyg'ur yigiti bo'lish uchun uning shartlarini bejo keltirish kerak degan bir ideyani o'tirib qo'yibsiz. Ya'ni Uyg'ur yigitlari navbatda oilasidagilar Xitoy turmalarida, jazo lagerlarida azob chekayotgan onalar va qiz ayollarimizni qo'g'dashni bilganda, ular uchun tik turib kurash qila olgandilar, ondan yigitlik maqomiga yetkili bo'ladi deydigan bir ko'z qarashni ilgari suribsiz. Ehson bolam, men sizning nutqingizni anglab intayin haqiqatan ta'sirlandim. Nutqingiz bek yaxshi chiqibdi. Nihoyatda jarangliq ovozda so'zildingiz. Boshdan oxir jangovar Uyg'ur yigitlariga xos bir mardona kayfiyatda so'zildingiz. Nutqingizning tinadigan yerda tinib, hissiyotliq oldigan yerlarda farqlantirib oldingiz. Hem bu nutqda siz beden tilini, ya'ni ko'z harakatingiz, qo'l harakatlaringiz, beden harakatlaringiz nihoyatda joyida bo'ldi. Bu sizning bu nutqni hissiyotliq, ta'sirlik so'zlashingizga yordami bo'ldi deb o'ylayman. Sizdek mushundaq Uyg'ur yigitlari bo'lsalar, bizning millatimiz boshqalarga bo'zak bo'lmay, haq huquqimizni qo'g'day oladigan bo'lamiz deb o'ylayman. Sizga barakalloh, Ehson bolam. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. 2020-yili men Melika Mamatjon. Bu yil 10 yoshga kirdim. Men bu yilni bekman yaxshi ko'rmadim. Bu yil tarqalgan Xitoy virusi sababidan maktabga berib o'qiy olmadim. En yakın dostum bilan oynayolmadim. Hem ularni quchoqlamadim. En yakın dostum bilan to'ylarga borolmadim. En yaxshi ko'radigan Uyg'ur tili maktabiga borolmadim. Oila yig'inisiga borolmadik. Opam, singlim bilan bozorga chiqolmadik. Sayla qilish, qish mazasini ko'rolmadik. En ko'nglim yerim bo'lgani ishki muborak yetni o'tkazolmadik. Men bu yilni bekma yaxshi kelmadim. Men 2019 yilga qaytgan bor. Ey tabiat, meni xushalligimni, erkinligimni qaytirib ber. Hammamizning xushal yashashga haqqimiz bor. Rahmat. Uyg'ur xonim qizlarining chiroyli musiqalik yarışımlıq atlash ko'ylakini kiyib, bu qatimqi Men Notiq nomli nutq so'zlash musobaqasida qatnashgan noirimiz Melika Mamatjon o'zining 2020-yili temliq nutqini taqdim qildi. Melika Mamatjon 2020 yilining koronavirus sababidan qiyinchilikqa, ümidsizlikka, ko'ngilsizlikka, g'am qayg'uga to'lgan bir yil bo'lganligini to'liq qayg'urgan holatda ifodalaydi. Bu sababdan 2020 yilining to'liq ma'nisiz o'tganligini o'kinish bilan deydi. Shunga o'ziga nisbatan to'liq ma'nilik o'tgan 2019 yilni to'liq seg'inganligini deydi. Umid va qo'rqishdan iborat bir-biriga tamoman zid bo'lgan ikki xil hissiyotni ifodalashga tirishgan Melika Mamatjon nutqidan hayotni xulosalashdan iborat cho'nglar xos ongni va qaysi xil hayotning ma'nilik, qaysi xil hayotning ma'nisiz ekanligi haqida ozgina tushunchasi borligini ko'rib olgan bo'ldi. Cho'ng kichik, qari yosh, ayol, boy, kambag'al, prezident va puhra qatorliq jamiyatning har qaysi qatlamlariga ta'sir ko'rsatgan Xitoy virusi qoplab ketgan 2020 yilni tema qilib tanlagan
Melike Mehmetcan'ı kızgın tebriklayman ve hayatga ibretlik nazar bilen qarashni davamlashtirishni umid qilaman. Assalamu alaykum qarindoshlar. Mening ismim Nazira Sabir. Men bugun sizlarga mening dadam degan maqolamni o'qib bermoqchi. Mening dadam. Men dadamdan ayrilganda aramda 3 yosh bo'lganligim uchun dadamni faqat apamdan deb bergani bo'yicha eslayman. Mening dadam kichikda diniy bir oilada cho'ng bo'lg'achqa, kichik vaqtida diniy o'qishga kirishib ketgan ekan. Keyin dadam tish doktori bo'lib, bir tarafdan doktorxona ochgach, yana bir tarafdan diniy o'qitish ishlari bilan shug'ullanar ekan. Dadam Xitoy kafirlarining razil siyosatini tushunib, bizni islomiy bir muhitda tarbiyalash uchun pasport olmoqchi bo'ldi. Ammo Xitoy kafirlari dadamning dinda o'qiganini bilgachga pasport bermabdi. Dadam amalsiz bizni qora yo'l bilan aketmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Alloh iroda qilmay chiqolmabdi. Shuning bilan dadam urug' tuqqan do'st birodarlarga Xitoy kafirlarining abdi basharasini oshkorlab da'vatlar qildi. Buni bilib qolgan kafirlar dadamni tutib turmaga solabdi. Dadamni tasvirligisiz darajada qiynagan bo'lsa-mu, dadam qat'iy aqidasidan yonmabdi. Shuning bilan dadam tayoqning dastidan badani ojizlab ketibdi. Dadam turmaga kirib 9 oy bo'lganda Allohning rahmatiga 9 oy bo'lganda shahid bo'lib Allohning rahmatiga erishibdi. Men tövəndəsilərə dadamның axırqı nəfəslərdə özünün azablarını və arzu armanlarını ifadələb öz qol bilən yazğan şiirini oxub birək. Qorxmayman. Qorxmayman azab kilishdən, güzel hayat nabut buluşdun. Qorxmayman dəl müşü hayatda haqqı qaytmay qıyıb yürüşdün. Qorxmayman azablarından, koyzu kişən ahanətlərdən. Qorxmayman dəl müşü hayatda haqqı tövbə qılmay ölüb kitişdin. Qorxmayman aç qo'yishlardan, asqılarga isishlardan, qo'rqadiganim faqat oxirat davzax o'tida ko'yib ketishdan. Dadam bizdan vaqtga ayrilgan bo'lsa-mu, biz Allohning rahmati bilan bu yerga keldik va yaxshi bir o'qish sharoitiga erishdik. Biz bu sharoitni qadiga yetib, yaxshi o'qib kelgusida dadamga o'xshash kafirlarning turmalarida azoblanayotgan qarindoshlarimizni qutqizib va vatanimizni kafirlardan qaytarib, bir-birsidan ayrılıb qalğan qarindoshlarimiz bilan jam bo'lish uchun to'xtamay tirishib Allohning roziligiga erishsak, dadam bilan mangulik baxt saodat makoni bo'lgan jannatda birga yashashga ishonamiz inshaalloh. Biz törende yeni bir kichik mayrimiz Nazira Sabirniki mening dadam degan nutqini anglab chiqdik. Günümüzde Uygur bo'lish oson emas. Uygurning farzandi bo'lish, Uygurning bolasi bo'lish texim oson emas. Ama şu küçük yaşta özünki beşik gelgen real bir tragediyasını, dadısının ayrılıp kalan aşında azaplık bir his duygularını bizimle ait yaxşı təsirlik sözlep ötdi. Nutqning mazmunu şundaq təsirlik bolsunmu, gerçek qalbi azaplanıp bolsunmu, özünün neçiciliği bolsun, özünün ait tutub aldı. Demek bu sahne fiyatı, sahne turşuya ait yaxşı bu sana bizimki. Ondan başqa bu intonasiya, urğu, hissiyat bu tərəflərim nəhayət yaxşı. Mən his qilgan bir qancha tezlik kesiladigan tərəflər birisi not sözgə vaqtda qo'lni keyin tutulubdu. İkinci bir nokta ba'zi bir shivilar aralashib qolibdi. Bo'lsa shu o'lchamlik to'g'ri talaffuz so'zlash bilan mustahkam turgan qiyofatini taxmin bir to'g'rilsa degan bir umidim bor. Qimmatli miroslarni bizga qoldirib ketgan ajdodlarimizning nomi asrlar bo'yi o'chmadi. Mahmud Qashqari bo'lmasmi, dal shularning biri edi. Bizmi ularning nomini yodlaymiz, o'chirib qo'ymaymiz. Endi anglaydiganlar shoir Turg'un Yıldızning Turk tillar divani nomli she'ri. Deklamasiya Saudiya Arabistondan Nafisa Bilimshah. Türkiye Tillar Divani Muhammed Zer Divan Kevser Divan Dilber Divan Server Divan Türkiye Tillarga hakan Til Tahtida Rehber Divan İftiharim Canican Pensethige Ahter Divan Tilşinaska Bağıban Dastan Ara Cevher Divan Kılliyetka Tercüman Okyani Til Münber Divan Abduri Turg'un Yıldız.
Biz cho'ng bo'ldik. Biz cho'ng o'ylaydigan vazifalarning cho'nglarini ustimizga elish uchun tayyor tura oladigan bo'ldik. Biz cho'ng bo'ldik. Cho'nglarning g'amini bilishalaydigan bo'ldik. Biz cho'ng bo'ldik. Cho'ng bo'lganimizni so'zlarimizda va amaliy harakatimizda ko'rsatadigan bo'ldik. 11-14 yoshlar guruhdagilar sizlarga bizning rostdan cho'ng bo'lganimizni aytib bermoqchi. Assalamu alaykum. Mening ismim Ötkür. Men bu yil 11 yoshga kirdim. Agar men vatanga borsam, men Norvegiyada tug'ilib cho'ng bo'lgan. Men azaldan vatanga berib boqmagan. Apam va dadam doim menga vatanning qanaqligini so'zlab beradi. O'shada men bek hayajonlanib ketaman. Shunaq chog'larda xayollarim doim vatanga ketadi. Agar men vatanga borsam, eng boshda albatta tuqqanlarim bilan ko'rishatdim. Cho'ng opam bilan, bobam bilan va navra tuqqanlarim bilan ko'rishsak, nimandoq bayzi bo'ladi, ha? Agar men vatanga borsam, hamma tuqqanlarim bilan, hamma yurtni aylangan bo'lardim. Aqsu, Atosh, Qumul, Qashqar, To'rpan, Xotan, Korla va G'uljidagi Uyg'urlarim bilan paranglashdim. Ularning she'rlarini anglab olsam deyman. U yerlardagi mashhur tarixiy yerlarni ziyorat qilardim. Vatandagi hamma yurtning tabiiy manzaralaridan qancha hozirlanardim. Agar men vatanga borsam, haqiqiy Uyg'ur bo'lib boqsam deyman. Har kuni o'xshagan tomoqlarni yesam va har kuni milliycha kiyimlarni kiysam deyman. Yana vatandagi go'zal peshayvonlik Uyg'ur uylarida turib boqsam deyman. Apamning deyishicha vatandagi uylarning cho'ng mevlik bog'i bor ekan. Shundoq mevlik bog'lardagi mevlarni qancha yeb boqsam deyman. Agar men vatanga borsam, to'ylar va mashhurlarga borardim. Muqomlarni anglab va usullarni o'ynardim. Yana Uyg'urlarning turli cholg'u asboblarini o'z ko'zim bilan ko'rardim. Menimcha vatandagi kunlar bek tez o'tib ketadi. Yana Norvegiyaga qaytadigan kunlarmi keladi. Men vatanni nima ilib olsam bo'lar? Men bildim. Men Qashqardagi do'ppi bozoridan har turli do'ppilardan birdan ilib olardim va Norvegiyaga kelganda har kuni birini kiyardim. Ötkür balam, siz nutqingizni boshdan oyoq nihoyatda keskin ham temkin bir talaffuzda so'zladingiz. Sizning nutqingizni anglagandan keyin sizda bir xil Uyg'ur yigitlarga xos keng qo'saqliq, cho'ng sifatlik va mardonlikni ko'rgandek bo'ldim. Gerçi siz vatanga berib boqmagan bo'lsangizmi, lekin bu nutqingizda o'zingizning mo'l tasavvuriga tayinib, o'zingizni vatandagi bolalar bahramand bo'lishga tegishli barliq xo'shalliklardan bahramand bo'lgan bir holatda tasvirlab berdingiz. Sizning nutqingizni anglab etib, men bir ona bo'lish sifatim bilan sizlarga vatanda yashash imkoniyati yaratib berolmay, sizlarni vatan qo'ynidan ayirib etganligimiz uchun o'zimni ayblik his qildim. Qashqimish bolalarimiz vatan qo'ynida yashashchu deb uxsingan bo'lsam, lekin yana bir tarafdan sizning vatanimizning tog' daryolari, shaharlari ham Uyg'ur tarixiy, madaniyati va urf-odatlari haqidagi bu cho'nqur bilimlaringiz meni qoyil qildi, ham ta'sirlantirdi, ham nihoyatda so'yindim. Ötkür balam, siz bu nutqingizning oyoqlash qismini nihoyatda chiroyli tugitibsiz deb o'ylayman. Siz o'zingizning tasavvuridagi dunyodan real dunyoga qaytib kelibsiz. Siz bu tasavvuringiz bilan real dunyo o'rtasidagi bu ikki bo'shliqni endi vatandan uydagilarga nima og'ash kessam bo'ladi degan shu bir jumla bilan shu ikki bo'shliqni istiqiylik oldi bog'lab bir butunlik hosil qilibsiz deb o'yladim. Bu nutqingiz nihoyatda muvaffaqiyatli bo'libdi. Sizning o'zingizni davomli vatan qo'ynida his qilib,
Uyg'ur ro'yi bilan yetilishingizni umid qilaman. Sizga omadlar tilayman. Assalomu alaykum. Men Imron Bulman. Bugun sizlarga deydigan temam men Uyg'ur. Men Uyg'ur. Men şanlı tarix yaratgan, güzel medeniyetga sahip bo'lgan xon avlod Uyg'urman. Men Uyg'ur millati orasida Uyg'urning uyida tug'ildim. Gerçi Uyg'ur mahallesida yashash fursatiga erishilmagan bo'lsam-mu, ammo Uyg'urning esilligini bilib, tunib cho'ng bo'lyapman. Oğuzhan dastanından vatan tuprağını qoğdaşını yürüyatkan. Mahmud Buam'dan ilim dağızıda üncü sözünü yürüyatkan. Yusuf Qasacip Buam'dan pendi nesiyetleri bilen ruhini ozuklandırıyatkan Uygur avladı men. Sabit Damoğlan Buam miras kaldırgan azizanı vatanni. Abdülhalik Uygur, Lütfullah Mütelip'tek kalemi bilen, elimi bilen qoğdaşqı tayarlanıyatkan şiir yürek Uygurmen. Men Uygurluğun mehri muhabbetinden huzurlanıp, batırlıqıdan küçülüp, isilligiden ölge erişini kan qılığı sındırıp çoğun bulatkan Uygur oğulmen. Dostum, men de, siz de, hemmimiz de ecdat ruhi inipla dururduken Uygur ölmeydi. Uygur kökleydi. Uygur herkes yo'qolmaydi. Rahmat. Men Natiq nomli bu qitimqi nutq so'zlash musobaqasiga har jihatdan astoydil tayyorlik qilgan mahirimiz Imron Olim Uyg'ur millatidan faxrlanishni mazmun qilgan "Men Uyg'ur" temiliq nutqini mag'rur va mardonlarcha holatda tushunishlik va aniq qilib taqdim qildi. Nutqida Uyg'ur millatining tarixda yaratgan katta maddiy va ma'naviy asarlaridan Uyg'ur millatining taraqqiy qilishi va qudrat topishi uchun ömrünün ahırgıca fidakorlik gösterip kuch chiqargan olimlar, hükümdarlar, ma'rifatparar zotlar va Uyg'ur o'g'lonlaridan faxrlanganligini, o'zining mushundaq bir esil millatning farzandi bo'lishdan iftixorlanganligini hayajon ilkida so'zlab o'tgan Imron Olim hozirgi Uyg'urlarning o'tmishda zo'r natijalarni yaratib, ta'sir doirasi paydo qilgan Uyg'urlardan o'ginib, ularning izidan mangsa adaqcha mavjud bo'lib, tushunib ma'laydiganligini naiti pulib toshgan ishonch bilan so'zlaydi. Uyg'ur millatidan faxrlanish va iftixorlanish ideyasini tema qilib so'zlab bergan Imron Olimni chin qalbimdan tabriklayman va Uyg'urlar uchun adaqcha mas'uliyatni ado qiladiganligini umid qilaman. Abdülhalik Uyghur. Ben Abdülhalik Uyghur'un hayatıdan bek ta'sirlandim. Çünkü o bütün hayatını ilimga, vataniga, milletiga, farzandlarning yaxshi tarbiyalanishiga bag'ishlagan. Milletini nadonlikdan qutuldirish uchun nurg'un kurashlarni qilgan. Abdülhalik Uyghur kitob o'qishga, ilm elishga, she'r yozishga bek ahamiyat bergan. Qanday qiyinchilik yuz berishidan qat'iy nazar voz kechmagan. O'qigan. Agar o'zi yashayotgan yerda o'qishga fursat bo'lmasa, chet elga chiqib o'qigan. Shu sababdan nurg'un tillarni o'rganib olgan. Chet elda o'qish sharoiti yaxshi. O'rgatganlari yangicha bo'lg'achqa yaxshi o'qiy olgan. Yurtning kelajagi bo'lgan bolalarni nadon qolmaslik uchun yangicha maktablar ochgan. U maktablarda yangicha bilimlarni o'rgatgan. Xalqning oqartish uchun nurg'un ishlarni olib borgan. Oxiri xalqni dushmanga qarshi qo'zg'olon qilgan. Lekin muvaffaqiyat qozonolmagan. Dushmanlar Abdülhalik Uyg'urni tutib olgan va shahid qilib o'tgan. Men Abdülhalik Uyg'urning izchilligidan, tirishchanligidan, yozgan she'rlaridan, vatani va millati uchun qilganlaridan xalq darhol uyg'onmasa tugishliganligini oldin faraz qilganligidan bek ta'sirlandim. Biz de yana kichik mayrimiz Ömer Osmanniki Abdülhalik Uyghur haqidagi nutqini anglab chiqdik. Birinchi o'ylab nutqqa kirish bek muhim. Bu yerda bir yetarli darajada kiramidi deb o'yladim. Chunki Abdülhalik Uyghur deb boshladi. Har qanday bir nutqning cho'qim bir kirishi bo'lishi kerak. Çoxum ko'pchilik bir salom bo'lishi kerak. Undan keyin o'zingga so'zlamoqchi bo'lgan nutq haqida hech bo'lmasa bir temisini bilgandek keyin nutq qilsa taxmin yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Lekin insiyat shundoq yaxshi, ravon, mantiq qilib, undan Abdülhalik Uyg'urning
hayotini shu qisqa bir qancha minutdan yaxshi ixchamjonliq, mazmunliq, yorqin bir holatda cho'g'ilgan. Bu tarafda albatta taqdirlash arziydi. Undan boshqa ifodalagan vaqtdagi hissiyot, urg'u intonatsiya ham yaxshi, lekin ba'zi yerda cho'nqur tinilishlar bor. Bu balkim nutq so'zlayotgan vaqtdagi bir jiddiylashishidan bo'lishi kerak deb o'yladim. Bo'lsa bundan keyin shu nutq so'zlagan vaqtning o'zida shu eng avval bir ko'pchilik salom qilishini, nutqqa yaxshi kirishini, undan keyin badan, chiroy va hissiyot tillari orqali o'zining hissiyotini so'zlamoqchi bo'lgan nutqini taqim ta'sirchanlik ega qilishini umid qilaman. Assalomu alaykum o'qituvchi o'quvchilar. Men sizlarga hozir bo'sh vaqtlarimizni qadrlaylik degan maqolani o'qib beraman. Bo'sh vaqtlarimizni qadrlaylik. Butun odamlarning o'ziga tushib vazifasi bo'ldi. Kichiklarning va cho'nglarning o'ziga ayrim vazifasi bo'ldi. Ammo vaqtni qadrlab vazifasini joyiga qo'yish kerak. Ba'zi odamlar vazifasini joyiga qo'yib yarim soat yoki 1 soat dam olish mumkin. Shu dam olishda fursatdan foydalanib badan va a'zolarini harakatlantirib bersa yoki birga qarab qolsa jismiy sog'lom bo'ladi. Yoki o'zining yaxshi ko'radigan narsasini qilib olsa, shu dam olishdan vaqtini ozroq berib o'ynaydi. Hamda cho'ng bo'lgan siri o'zining vaqtini qadrlaydigan bir sezim yo'qsiga mahkam o'rnab qoldi. Bu foydali ish. Ammo bo'sh vaqtida ziyon yetkazsa, vaqtni qadrlagandan keyin hayotni taraqqi qilishdan chetlab qo'ydi va ziyon tortuvchilardan bo'lib qoldi. Yusufcan bolam, bugungi nutqimizning temasi bo'sh vaqtlardan unumli foydalanishni tashabbus qilishgan. Sizdek va sizning yoshingizdagi yosh o'smirlarning hozir toza bilim oladigan bir davri. Bugungi uchur davrimizda uchur iqimlari va bilim manbalarining soni nihoyatda ko'p bo'lib ketib bordi. Gap bilimni so'zib olishda. Qaraydigan bo'lsak, dunyodagi dongli kishilar va natija qozongan kishilarning hayot yo'lida ular vaqtni nihoyatda yaxshi o'rinlashtirgan. Ular qaysi xil bilimni qanday turda elishni nihoyatda yaxshi radga solgan. Qaramoqqa u kishilarning vaqti nihoyatda ko'pdek qiladi. Lekin ularning vaqti ko'p emas. Gap ularning vaqtni yaxshi o'rinlashtira olganligida. Siz bu nutqingizda bir necha xil tavsiyalarni o'tirib qo'yibsiz. Men bularni nihoyatda yoqtirdim. Dam elish bilan o'rganishni yaxshi bir taraf qila olgandilar. Ondan sog'lom hayot va bilim elish maqsadiga yetkili bo'ldi deb o'ylayman. Yana bir nuqta, psixologlarning qarashicha, shu insonlarning badan tili ma'lum ma'nodan insonlarning psixikalik holati va ruhiy dunyosini aks ettirib berdi ekan. Masalan, badan tili deganda ovoz, ko'z, shu yuz mimiklari, qo'l, putlarning harakatlari qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Qo'lini keyniga qilib turish, qo'lini yonchuq sevilish yoki qo'lini oldiga qilib qo'shtirib turish. Bularning har birisi kishilarga o'xshamagan signallarni berdi deb o'ylaydi ekan. Siz nutqingizni boshlagan vaqtida qo'lingizni keyniga qilibroq turdingiz. Bu holatingiz boshqalarga sizning nihoyatda eg'ir besiq, tamkin yigit ekanligingizdek bir ta'sirni berdi. Lekin yana ma'lum jihatdan qo'lingizni keyniga qilib turishingiz sizning ko'rurmanlar bilan bo'lgan musofangizni biroz yiroqlashtirib qo'ydi deb his qildim. Agar biroz qo'lingizni keyniga qilmay, biroz oldiga engishibroq so'zlagan bo'lsangiz, bu sizning ko'rurmanlar bilan bo'lgan munosib musofangizni texmo yaqinlashtiradi va sizning bu temaga texmo ishtirok qilayotganingizni ifodalaydi deb o'ylayman. Yusufcan, bu nutqingiz nihoyatda muvaffaqiyatli bo'ldi. Talaffuzingizmi shunchalik yaxshi ekan. Ana til bilgan kishining
ağzıdan ana tilini altın berip algım kelor dep sizning sözleringizni fursat bolsa yana anlagım ba. Sizning kelgüside nutq sözlegende texmo canlıq, hissiyatliq avazda sözleşni özünüzge nişan qilib, kelgüside çoqum bir muvaffaqiyat qazangan natiq bo'lib chiqadiganingizga ishinaman. Yo'lingiz ochiq bo'lsin. Sizga omadlar tilayman. Assalomu alaykum, men Asman Muhammad. Men bugun sizlarga "Men dinimni yaxshi ko'raman" degan maqolamni o'qib bermoqchi. Men dinimni yaxshi ko'raman. Men o'zimning musulmon oilasida tug'ilib cho'ng bo'lganligim va islomiy tarbiya erish fursatiga erishganligim uchun xushalman. Meni mushu fursatga erishtirgan Allohga hamd va sano aytaman. Men musulmon qarindoshlarimni yaxshi ko'raman. Ularning zulmda qilishiga va azoblanishiga chidab tura olmayman. Chunki islom dini shuningga buyuruydi. Men islom dinini yaxshi o'rganib, o'zimning va musulmon qarindoshlarimning dunyo va oxiratlik qutulishi va baxt saodati uchun bir kishilik hassamni qo'shaman. Hozir Sharqi Turkistondagi va dunyoning har qaysi joylaridagi musulmon qarindoshlarim zulm ichida qiynaladi. Men bunday ahvolda o'zimning mas'uliyatining texmo og'ir ekanligini his qildim. Shuning uchun men yaxshi o'qib, oilamning va musulmon qarindoshlarimning umidini yerda qo'ymaydigan bir musulmon bo'laman. Nutqida ovoz, xitob, intonatsiya, urg'u, turish qatorliq jihatlarda boshdan oxiri izchillikni saqlab kelgan mahirimiz Asma Muhammad o'zining "Men dinimni yaxshi ko'raman" temliq nutqini tushunishlik va aniq qilib taqdim qildi. Nutqida islom dinining haq, adolat, odillik, tirishchanlik, mas'uliyatchan bo'lish, zolimga qarshi turib, mazlumga ega chiqish, mas'uliyatchan bo'lish, ilm elish qatorliq esil axloqiy fazilatlarni va qadriyatlarni tashabbus qilganlik uchun islom dinini yaxshi ko'rganligini so'zlab o'tgan mahirimiz Asma Muhammad islom dinining bu xil esil axloq fazilatlari va qadriyatlarini o'zining kishilik xarakteri va sharkatlarida mujassamlashtirib va yoki bular bilan qurollanib, o'zi tava bo'lgan Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan mas'uliyatini ado qilganligini aytdi. Dinimiz islom taqozo qilgan bu xil prinsip va qadriyatlar haqida hozirdan boshlabla ma'lum tushuncha ega bo'lgan Asma Muhammadni bu temani tanlaganlik uchun tabriklayman va o'zining bir kishilik mas'uliyatini tunib ketganlik uchun haqiqatan xushal bo'ldim. Uning mush yo'lda adoq mengishini umid qilman. Shundaqla bu yo'lda manglaydiganligiga ishonaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Asma Islom. Men hozir sizlarga vatan haqidagi maqolamni o'qib bermoqchi. Vatan insonlarning hozirgacha ustida yashayotgan kechmishning ochiq va tatbiq kunlaridir. Bir to'proq partiyasining vatan bo'lishi oson emas. Asrlar yo'l qilingan, uning uchun shahidlar berilib qon bilan yug'ilgan to'proq ana u vatandir. Uning uchun jon berilgan va ustida bir madaniyat qurilgan ana u vatandir. Otalarimiz vatanning bir misqal tupsi, bir shar oltinga barobardir debdikan. Ya'ni biz bu vatanning bir chimdim tupsini qadrlash lozimligini bildiradi. Otalarimiz dunyoning eng go'zal va barakatli to'proqlarini vatan qilib tanlab bizga amonat qilgandir. Otalarimiz shahidlarning qonlari va jonlari pahosida bu jannat vatanni qo'llab kelgandir. Bizmi ularga o'xshash bu jannat vatanimizni Xitoylardan qo'ldan ilib olishimiz kerak. Vatan sevgisi faqat vatan sevgisi bilan yashash degan gap emas. Vatan sevgisi, vatandagi qarindoshlarimizni har vaqt aslash va duolarimizda hargiz tashlab qo'ymaslik. Biz bu vatanning kelib ketadigan mehmoni emas. Muqim bir uy sohibi desakmi, uyimizda qanday xatarliklardan qo'rqadigan bo'lsak, vatanimizni dushmanlardan qo'g'dash vazifamizdir. Eng qisqasi bo'lsa, vatanimizni jon pidosida qo'g'daylik. İnşallah biz mi bir günü bu cennet vatanimizni qo'limizga erishishni Alloh nasib qilar. Agar shu günler bizga nasib bo'lsa, o'ylab baqaylik, vatan uchun biz nima ish qilib beraraymiz? Ana shu kunlar uchun hozirdan boshlab o'zimizni taraqqiy qildirishimiz va yaxshi qurollantirishimiz kerak. Qani qarindoshlar, hozirdan boshlab o'zimizni taraqqiy qildirishga atlanaylik. Biz endi Asma Islom qismimizniki vatan haqida degan bu yalqinliq nutqini anglab chiqdik.
Eng avval bu Esma singlimizninki kiyinishi shunday chiroyli, o'zimizniki milliy xos kiyimlarimizni kiyibdi, qanot ko'ylaklarni. Undan keyin bu sahnaga kirish intayin yaxshi, nutqqa kirish intayin yaxshi. Salom qilishda nutq boshlashi intayin yaxshi. Shundoq jonliq, ruhliq, tetik, erkin ozodi bir kayfiyatda boshdan oxir bu nutqni so'zlabdi. Aslida ta'sirchanlik ega bo'lgan vatan haqidagi bu nutqini o'zining qo'l harakatlari, badan hissiyoti, chiroy ifodasi orqali o'zining ichidan qaynab turgan bir hissiyotini o'zining bu badan tili orqali, chiroy ifodasi orqali, qo'l harakatlari orqali taxim ta'sirchanlik ega holda so'zlabdi. Tabriklayman. Ba'zida ozroq bir shivlar aralashib qolibdi. Talaffuz jihatdan o'lchamli to'g'ri talaffuz chiqmagan bo'lsa-mu, ba'zi harflarda, ba'zi so'zlarda, lekin bu umumiy nutqning kayfiyatiga ta'sir yetkazmagan. Bo'lsa mushtarafini tuzib olsa, taxim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Lekin shunday erkin, jonliq, dadil, tetik, nayt ruhliq ham hissiyotchan, ichidan qaynab turgan bir holat so'zlabdi. Tabriklayman. Assalomu alaykum. Mening ismim Zulhaya Abdurazaq. Her bir insanın arzusi bo'lgandek mening arzuyum var. Mening arzuyum bo'lsa, ana vatanimdan qong'udek huzur elib olsam deyman. Kindiq qanim to'kilgan vatanimdan 5 yosh vaqtimda ayrılganligim uchun vatanimni faqat eslayolmayman. Maktabda muallim vatanimizdagi Tarim daryosini, Yurunqosh daryosini, Bog'da ko'lini, Teklemakan qumliqini so'zlab bergan vaqtida o'z-o'zimga bizning vatanimiz nima degan cho'ngha degan edim. Muallim bizga vatanimizga chegilishadigan davlatlarni so'zlab berdi. Masalan, Afg'oniston, Hindiston, Tojikiston degandek davlatlar bilan chegilishadiganligini va yana bizning vatanimizning go'zal ekanligini aytdi. Muallim bizga yana vatanimizdan chiqadigan boyliqlarni so'zlab berdi. Masalan, altın, kömür, nefet, paxta degandek xili bakjaq boyliqlarni chiqadiganligini, vatanimizdagi xalqlarning mehmondo'st va oq ko'ngil ekanligini, burundan tartib vatanimizda olim, yozuvchi, filosoflarning makoni bo'lib kelgan Yusuf Xassojib bo'mizning qutatqi bilik, Mahmud Qashqari bo'mizning Türk tillar divani nomli kitoblarini dunyoga sunganligini va vatanimizning har qaysi shaharlarda o'xshamaydigan xosliklarning borligini. Masalan, Turpanning havosi issiq, o'zini bo'lsa ajoyib tatliq. Yoz faslida Turpanga yurt-yurtlardan kishilarning kelib qumga cho'milganligini, Turpanning qumi nurg'un kasalliklarga shifo qilganligini aytib berdi. Xotan Sharqiy Turkistonning janubiga joylashganligini, u yerda men bilmaydigan nurg'un sirlarning borligini. Masalan, Xotan qashtishi, Xotan gilimi, Xotan qog'ozi, atlas degandek. Xotan qashtishi xalqimizga berilgan qimmat boyliq ekanligini, tashqi ko'rinishi chiroyli va so'zik ekanligini, o'zining insonlarga foydali ekanligini aytib berdi. Qashqar shahri qadimiy shahrimiz ekanligini, u yerda xalqimiz azizona deb sifatlab aziz ko'rgan bu shaharda men bilmaydigan nurg'un sirlarning borligini, masalan, qo'l hunarvanchilik kasbi ajoyib taraqqiy qilganligini, necha ming xildan ortiq qo'l hunarvanlari topqili bo'lganligini. Qashqar shahri yana buyuk olimiz Mahmud Qashqarning ona yurti ekanligini, Qashqarda yana Yitgoh jamiyatining borligini, Yitgoh jamiyatining ichi o'rmonliqqa o'xshaydiganligini, egiz daraxtlar, eriqlarning borligini. Hech ayamlar bu masjidga insonlar patmayla qoldiganligini, yakan otishlardan nurg'un insonlar kelib hech namozi o'qiydiganligini, hech namozi o'qib bo'lgandan keyin masjidning oldi mashrab maydoniga aylanib, nog'or chilinib, insonlar hechni tabriklab samoga tushadiganligini aytib berdi. Hech kuni xalqimizning mana mushunda xushal bo'lganligini aytib berdi. Muallim mening arzuyimning amalga oshishi uchun vatanimni texim yaxshi o'tib qo'yganlik uchun muallimimga chin qalbimdan rahmat aytaman. Zulhaya qizim, sizning nihoyatda go'zal bir orzuyingiz bor ekan. U bo'lsa-mu vatandan qong'udek
huzur ele bilishgan. Bu arzu belkim yolg'iz sizning orzuyingiz bo'lib qolmay, hammamizning o'rtaq orzusi bo'lishi mumkin. Shundaq to'g'ri dedingiz. Dunyoda odam mangu mehriga qanmay o'tib ketadigan shunda bir mehrlar borkan, ona mehri, vatan mehriga o'xshash. Chunki vatan bizning muqaddas sajdigohimizdir. Siz gerçi vatandan ait kichiklam ayrılgan bo'lsangizmi, lekin o'zingizni izchil Uyg'ur ruhi bilan sug'urib kepsiz. Sizning ona tilimizga bo'lgan sevgingiz, hurmatingiz, talabbuzingiz, vatanimiz haqidagi cho'nqur bilimlaringiz meni nihoyatda ta'sirlantirdi. Sizdan faxrlanaman Zulhaya qizim. Sizning nutqingizning qurilishi nihoyatda yaxshi o'rinlashtirilibdi. Nutqning eng asosiy alohidaliklaridan biri boshqalarga ma'lum bir tema haqida bilgi berish. Siz bu nuqtaga nihoyatda muvaffaqiyatli yetdingiz deb o'ylayman. Vatan haqida hech qanday ma'lumoti bo'lmagan bir kishi sizning nutqingizni anglasimi, ma'lumotlarga erishadi deb o'ylayman. Yana undan boshqa hissiyotni ifodalashingiz, harakat, badan tilingiz hammasi shundoq joyida bo'ldi. Sizning vatanimiz haqidagi izlanishingiz va o'rganishingizning to'xtab qolmasligini umid qilaman. Sizga zo'r utuqlar hamroh bo'lg'usi. Ah, mening ana yurtim. Qalamda va diplomatiyada nazokat mutallab. Ah, mening go'zal ana yurtim. Yana derizamning oldida o'tirib 11,000 kilometr yiroqlikdan sana nazar tashladim. To'g'ri, oraliqimiz haqiqatan to'liq yiroq, ammo seni sig'inib didor ko'rishga aldirab, toqatsizlik bilan so'qiyotgan yuragim sana bak yaqin. Bakmi yaqin. Har vaqt sen bilan billa. Yilimi esimda. Budruq putlarim bilan tunji hayot qadimini olganimda, sening tuproqingdan kelgan harorat meni dog'dam qadam ilishga undidi. Hayyusi bilan so'zilib yotgan tog'laring menga ishonchi bersa, ko'kda qashqan qarg'aylaring menga jasorat beradi. Yaqinliq muzika ritmida eqiyotgan suvlaring menga poklik tuyg'usi bersa, larzan shamolda yelpingan bo'stonlaring qizlarga xos nazokatini menga his qildiradi. Ah, go'zal ona yurtim. Seni sig'indim. Rangarang ko'chalaringda dog'dam qadam ilib mangan gudak kimni? Bir-biridan mehribon kulgan yuzlarni. Sihiylik bilan har yerga nurlarni chachqan qo'yishingni. Savri chekiga yetgandek sharildab yoqqan yomg'irlaringni. Ayilishga qiyolmay, ko'zlarini qisib, kechalarini yo'ritib o'tgan yulduzlaringni. Dimoqlarni g'idiqlatib, to'q qo'saqnimi ochirib o'tadigan lazzatli taomlaringni. O'z ona tilida diduqlamasdan vichirlashadigan joni-jon do'stlarimni. Oltinga tegishmas bebaho ona tilimni ajoyibmi sig'indim. Ah, jinim ona yurtim, sana bo'lgan sig'inishimni tilim bilan ifodalashga ojizlik qilyapman. Mayirimiz Nazokat Mutallib Ah mening yurtim temaliq ijodiy asrini nihoyatda ta'sirli, jonliq va tushunishli qilib taqdim qildi. Nazokat Mutallib yurtimizni sig'inishni mazmun qilgan bu nutqida yurtimizning haybatli tog' daryolarini, keng ketgan o'rmonliqlarini, bepoyon cho'llarini, sirli qum barxanlarini, suzlanliklarini, ratlik va pokiz ko'chalarini, oqko'ngil insonlarini, sabiy va umoq bolalarni stilistik vositalardan o'xshatish usulini ishiltish orqali obrazliq suratlab berib, o'z asrining ijodiy va adabiy qiymatini texmo oshirdi. Yurtimizdagi barliq narsalarning o'ziga nisbatan to'liq qimmatli ekanligini va ularni to'liq sig'inganligini hasrat va umiddan iborat hissiyot ichida ifodalagan Nazokat Mutallib hamon bir kuni yurtimizga qadam bosadiganligini va bosadiganligimizni jarangli ovoz bilan yangratadi. Nutqini o'zgacha adabiy janr bilan tayyorlagan.
Uyg'ur tilimizning eng inchika ifodalash vositalaridan foydalanib, asarning qiymatini texmo oshirgan nazokat mutallibni bu temani tanlaganlik uchun chin qalbimdan tabriklayman. Bundan keyin ijodiy asarlarni ro'yobga chiqarishni to'xtatib qo'ymaslikni umid qilaman. Bizning umidimiz Vatan to'g'riliq o'ylaganimizda kelajagimizning parlaq bo'lishi uchun bir minutmi umidimizni yo'qotmadik. Chunki haqiqat hech qachon yo'qolgan emas. Adolat azaldan beri yerini topmay qolmagan. Zulm hech qachon abadiy bo'lmagan. Kelajakda shundoq bir kun keladiki, ota-onalarimizdan anglab ko'rib beqishga taqozzor bo'lgan go'zal manzaralik tog' daryolarimizni, qumliqlarimizni, ko'llarimizni, pakar hovlilik uylarimizni va mevalik bog'larimizni qanib ko'rib olamiz. Turpandan karizdan suv ichib, qumulning tatliq qo'g'inidan yeymiz. Vatanimizning qumlariga ko'milib, suyga cho'milib, bu go'zal yurtning ishqida o't tutashgan qalbimizning o'tini o'chiramiz. Yana shundoq bir kun keladiki, kamplarda, qora zindonlarda zulm chekayotgan qarindoshlarimiz erkinligiga erishib, turmalar yiqiladi. Yiqilgan turmalarning o'rniga ana tilida dars o'tiladigan maktablar selinadi. Vivskalardagi Xitoycha xatning o'rniga Uyg'urcha yoziladi. Taraf-taraflardan masjid qurilishlari boshlaydi. Dars kitoblari ana tilida besilib, ana tilda o'qish nasib bo'lgan baxtli o'quvchilarga tarqatiladi. Bir kun keladi. Vatanimizda qoplab olgan qora bulutlar tarqalib, aslidagi go'zal tabiat qaytib keladi. Kichkidala ota-onalaridan judo bo'lgan sabiy bolalar ota-onalari bilan quchoqlashib ko'rishadi. Bir kun keladi. Mehribon Alloh butun mazlumlarning o'rtaq duosini qabul qiladi. Yillarning yoqi azan to'g'ilib baxmagan Turkistonning masjid minorlarida azan sadolari yangraydi. Bir kun keladi. Vatanimizni qutqizishdagi eng oxirgi qadamimizni g'urur bilan bosamiz. Bir kun keladi. Duolarimiz shukrga o'zgarib, vatanimiz Sharqi Turkistonga taraf-taraflardan top bo'lib qaytamiz. Zolimlar bo'lsa, taraf-taraflarga qatishadi. Men buningga abadiyan ishonaman ham duo qilaman. Biz tövəndə Nəsibə Osman sanımızın bizim ümidimiz degan nutqni anglab chiqdik. Eng avval bu nutqni mazmuni haqida harakat qilay. Har kimninki umid orzulari bo'ladi. Har kimning umid orzulari o'ziniki yeshi, qiziqishi, bilim qurilmasi, xarakteriga bo'ladi. Endi sanamizniki kichik yoshdalar shu ko'pchilik Uyg'urlarning o'zininki, bolalarning va cho'nglarning umidini shunday qisqa bir vaqtda nəhayət məğzlər, ixcham, obrazlar təsirli qalda sığdığalıqı minətlikədən fayil qıldı. Ən avval oturub qoyğan fikirləri nəhayət yaxşı bir fikir, tema nəhayət yaxşı bir tema. Cümlələr nəhayət qaylıqlarla, toq, ravan, məntiqliq, logikliq, nəhayət bir-birisiga maslaşqan, cipslaşqan, bağlanışçalıq ega nəhayət başına axır ravan sözlənən bir nutq oldu. Ondan başqa sanımızdakı səhnəyə kirişi, turişi, qiyafətləri Hatta nutq so'zlayotgan vaqtdagi hissiyotlar intayin yaxshi. Bo'libmi o'zining hissiyotini ifodalagan chog'dagi bu badan harakatlari, qo'l harakatlari, intonatsiyasi, urg'usi, tiniq elishi, hatto nerda to'xtab boshlagan vaqtdagi shu har bir nafas elishlardan tortib, yaxshi, mukammal obdan bo'ldi deb o'yladim. Muvaffaqiyatli chiqqan bir nutq bo'ldi deb o'yladim. Buniki o'ziniki mush alohidlikdan taqdim joriy qildirib Texmi yana mazmunlarda, yaxshi fikrlarda nutq so'zlashini, o'zidagi bor talantni, o'zidagi qobiliyatni, o'zidagi alohidlikni texmi yaxshi joriy. Ana tilim. Her insanның, yo'q, her canlıqның bir ana tili bo'lgandek, meningmi bir ana tilim bor. Ana til. Anamның, atamның, ajdodimning tili. Nima degan faxrli narlika? Ana til bilgan kishining izzatini qilg'im kelur. Ana tilni og'zidan oltin berib olg'im kelur. Shu ana til bo'lsa-gar Amerika yu Afrikada sarf etib minglarcha tillar, anda men barg'im kelur. Ey ana til, bizga sen qolgan ulug'lardan nishon. Sen bilan ruhiy zaminda iftiqorlang'im kelur.
Ana tilimizni saqlab qolish uchun nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatgan Mahmud Qashqari, Abduqodir Damullam, Abduxoliq Uyg'ur, Lutfulla Mutallib, Abdurahim O'tkir qatorliqlarning nurg'un tirishchanligiga sal qaramasligimiz kerak. Ular bizlarga tilimizni qoldirib qo'yish uchun zo'r tirishchanliklarni ko'rsatib, tilimizni bizlarga yetkazgan. Undaqda tilimizni puxta o'rganishimiz, tilimizni ravon so'zlayolishimiz bizning burchimiz emasmi? Kindiq qanimiz to'kilgan joyning, o'z vatanimizning, o'zimizning tilini bilmaslik qanoti bar turug'liq ucholmaydigan bir qushga o'xshaydi. Qush uchishni o'rganmagan sari o'zgalarga yam bo'laveradi. Bizning holatimiz o'xshash. Tilimizni, ona tilimizni o'rganmagan sari madaniyatimizni dushmanga qoldirib qo'yaveramiz. Men o'zimni aytsam, kichikimdan tartib Uyg'urcha maktabda o'qib boqmadim. Uyg'ur savodim chiqqandan keyin Uyg'urchamni taxmin yaxshilash uchun kitob o'qidim. Keyin Turkiyaga keldim. Bir necha yildan keyin koronavirus sababli ana til darsi torda o'tildi. Darsga tizim chiqib kechikib qoldim. Lekin tizimlatgan tuqqanlarimning yanında o'tirib darsni oldim. Shu jarayonda o'zimni xuddi deraza tubida dars anglagan Mamdili apandimdek his qilib ketdim. Darsda muallim avatgan topshiriqlarni chiqarib ishildim. Bu orqali o'zimning darsga bo'lgan qiziqchiligimni taxmin oshirdim. Keyingi qatimdagi darsga cho'qim qatnashishim kerakligini haqiqiy ma'noda his qildim. Darsni anglash jarayonida bizning tilimizning nihoyat fasohatli ekanligini, tilimizning to'liq go'zal bir lirikaga to'lganligini his qildim. Xulos qilganda, tilimiz ajdodlarimizdan qolgan eng qimmatli omonat. Tilimizni saqlab qolish bizning mas'uliyatimiz, burchimiz, vazifamiz, qarzimiz ham farzimiz. Rahmat. Ayşe qizim, sizning nutqingizning asar qismidan boshlasak, bu asar nihoyatda qoyil qilarliq, muvaffaqiyatlik yoritilibdi. Siz asarda yeziqchilikda qo'llanilgan vositalarni qo'llanishga nihoyatda ahamiyat beribsiz. Masalan, bu asarda xitob, so'roq, bayon qilish va naql keltirish qatorliq vositalarning hammasi o'z joyini tepibdi. Siz garchi vatandan kichik ayrilgan, maxsus bir yeziqchilik tarbiyasi ko'rmagan bo'lsangizmi, lekin bu asarni muvaffaqiyatli yoritib, ondan mukammal talaffuzingiz orqali bizga sunibsiz. Sizga opirin deyman Ayşe qizim. Sizningki ham buningdan keyingi nutqlaringizda hissiyotliq, jonliq shaklda so'zlashni o'zingizga nishon qilishingizni umid qilaman. Siz ona til o'rganayotgan bolalarimiz uchun haqiqatan ulgu bo'lgudek bir munavvar qizgansiz. Sizga omadlar tilayman. Ana til bilgen kişinin izzatini qilg'im kelur. Ana tilni og'zidan oltin berib olg'im kelur. Shoir Abdullah Naimi bo'lmizning bu tuyg'ulari bizga yet emas. Kanadadan Turkinas Shamsiddin bu tuyg'ularni o'z og'zi bilan so'zlab bermoqchi. Ana til bilgen kişinin izzatini qilg'im kelur. Ana tilni og'zidan oltin berib olg'im kelur. Bu ana til bo'lsa Amerika-yu Afrikada sarf etib minglarcha tillar anda mening barg'im kelur. Ey ana til, bizga sen qolgan ulug'lardan nishon, sen bilan ruhiy zaminda iftixorlanishim kelur. Xo'sh. Ko'rganinglardek, hamma maylar bir-biridan qilishqisiz darajadagi qaltis nutqlarni bizga sundi. Biroq bu musobaqa bo'lganligi uchun baholag'uvchilarimiz bir qancha jihatdan numar qo'yib, ularni baholadi. Ikkinchi qitimliq Men Notiq Uyg'ur kunchilari nutq so'zlash musobaqasiga qatnashgan mahirlarning natijasini ko'rish uchun diqqatinglar ekranda bo'lsin.
7-8 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jonliq notiq mukofotiga erishgan mahir Rahima Abduvali. 7-8 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng tamkin notiq mukofotiga erishgan mahir Mahdiya Mamatjon. 7-8 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jasur notiq mukofotiga erishgan mahir Belgi Ikram. 7-8 yoshliklar gruppasi bo'yicha 3-chi darajalik mukofotga erishgan mahirlar Sarvinur Sirajiddin, Nargiza Mamatjon. 7-8 yoshliklar gruppasi bo'yicha 2-chi darajalik mukofotga erishgan mahirlar Mehribon Ablajon, Turkinoz Shamshiddin. 7-8 yoshliklar gruppasi bo'yicha 1-chi darajalik mukofotga erishgan mahir Tafida G'ofur. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng tamkin notiq mukofotiga erishgan mahir Malika Mamatjon. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jasur notiq mukofotiga erishgan mahir Muhammad Ablajon. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha 3-chi darajalik mukofotga erishgan mahirlar Asiya Adil, Nazira Sabir. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha 2-chi darajalik mukofotga erishgan mahirlar Ehson Alim, Sharqinur Sirajiddin. 9-10 yoshliklar gruppasi bo'yicha 1-chi darajalik mukofotga erishgan mahir Bilal Abdulvahab. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng tamkin notiq mukofotiga erishgan mahirlar Yusufjon Ahmad, Asma Muhammad. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jasur notiq mukofotiga erishgan mahir Ömer Osman. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha eng jonliq notiq mukofotiga erishgan mahir Imron Alim. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha 3-chi darajalik mukofotga erishgan mahirlar O'tkir Abdurahim Ko'ktog', Zulhaya Abdurazaq. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha 2-chi darajalik mukofotga erishgan mahirlar Nasiba Osman, Aysha Amchi, Asma Islom. 11-14 yoshliklar gruppasi bo'yicha 1-chi darajalik mukofotga erishgan mahir Nazokat Mutallib. Barliq mahirlarimizni chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. 2-chi qitimliq Man notiq Uyg'ur g'unchilari nutuq so'zlash musobaqasining mukofot buyumlari. 1-chi darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Taklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan qimmatlik miros Turkiy tillar divoni sovg'a qilinadi. 2-chi darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Taklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan Uyg'ur 12 muqomi tekstlari ustida tadqiqot nomli kitob sovg'a qilinadi. 3-chi darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Taklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan qayta besilgan Shahona kitob Qutat G'ubilik sovg'a qilinadi. Eng jasur notiq, eng tamkin notiq va eng jonliq notiq mukofotlariga erishgan mahirlarga Bilgin gruppasi ta'minlagan G'unchilar balalar kitobi yurishliki sovg'a qilinadi. Mukofot buyumlari uchun iqtisodiy yordam qilgan qarindishimizga va Bilgin gruppasiga rahmat aytamiz. Ana til qalğan anamның anısıdır yadigar. Ana tilga uğurulğan çın gurur və iftixar. Ana tilni anlasam, cütlü sizərmən Gülbahar.
Ana til bar, elmi bar, hikmet, muhabbet hemmi bar. Bizge aşnanbek sörürdür, hem sefer Uyghur tili. Aziz qarindoshlar, bu qitimliq musobaqamiz oxirlashdi. Biroq Abdurahim Zunun akamiz yuqorqi she'rda aytgandek, bizning ana til sevgimiz mangu oxirlashmaydi. U bizning nishonimizga sabdosh, ko'nglimizga sirdosh, utuqlarimizga sabdosh. Musobaqamizga qatnashgan mahirlarga, numar avatgan do'stlarga, ilhomlantirgan ustozlarga, ko'ngil berib ko'rgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Keyingi qitimliq musobaqada ko'rishaylik.